Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsizlar. Bilaman, anchadan beri juda katta uzilish bo'lib qoldi, tanaffus bo'ldi, lekin xudo xolasa bu yog'iga tinmay yana ketma-ket podkast olamiz deb va'da bera olmayman. Bo'lib qolishi ham mumkin, bo'lmay qolishi ham mumkin. Umid qilamiz, endi bu yog'iga davom etadi. Bugungi mehmonimizni kim deb o'ylaysizlar? Bu qanaqa odam deb o'ylaysizlar degan gaplashyapmiz. Taytilda hammasi yozilgan. Ko'p turganlaringizdek hamma tanigan Barno Asqarova, Roziqova, Lingua Barno. Mendan o'quvchilar so'ragan, nima uchun sizda 3 xil familiyangiz bor deyishadi. Chunki qizlik familiyam Asqarova, turmush qurgandan keyin Roziqova bo'lgan va umumiy taxallusim Lingua Barno. Xohlaganingizcha chaqirsanglar ham uchalasidan bittasi men haqimda bo'ladi. Biz endi Barno deb davom etaveramiz. Chunki Barno bilan ancha yillardan beri, o'zi menimcha bir 8 yilcha bo'lib qoldi, ha? Shunaqa qaridik ham Barno. Shu darajada qaridik. Axir men xayolan hali 18 yoshimda qotib qolgan bo'lsam, 10 yoshimda siz bilan tanishmagandim, lekin xullas bizda to'g'ri birinchi ish joyimiz menimcha bitta bo'lgan. Shunaqa. O'sha mana necha yildan beri ishlab, bir-birimizga yordam berib davom etib kelyapmiz. Xuddi mana bir ana urush davrida urushga birga qatnashib, bitta frontda jang qilib, 40-50 yildan keyin uchrashgandek mana o'tirib endi donishmandlik qilamiz degan maqsadda chaqirdik sizni. Barno, xush kelibsiz o'quv markazimizga. Xo'p, Barno, bugun sizdan qanaqadir ingliz tili haqida, IELTS haqida savollar so'ramoqchi emasman. Bugungi podkastimiz informal, norasmiy bo'ladi. Qanaqadir Big Brotherlar yo'q, bizani kuzatib turgan, senzura yo'q deb umid qilamiz. Yana bo'lib qolishi mumkin. Endi o'z darajaga boraymiz deb umid qilaman. Bizda tomondan hech qanaqa senzura yo'q. Bemalol mana sizni qiziqtirgan mavzular, meni qiziqtirgan mavzular va menimcha sizni boshqa podkastlaringizda ko'rmagan, o'quvchilar uchun qiziq bo'lgan mavzular haqida xudo xolasa bugun gaplashamiz. Shunaqa norasmiy usulda bo'ladi xudo xolasa podkastimiz. Boshlaymiz endi. O'zi qalay ketyapti ishlar? Qanaqa proyektlar hozir sizlarda? Hozir shu hali ham ingliz tili yo'nalishida ish olib boryapman va har xil darajadagi o'quvchilarga dars beryapmiz. Asosan General English hozircha, chunki o'zim IELTS natijamni yangilash arafasida turibman. Va bunda menga Twitter bexos yordam beryaptilar. Yaqindan xudo xolasa katta natijalarni kutinglar. O'sha yangilab keyin yaxshiroq yana ham o'qitmoqchiman. Qisqasi qilib aytganda, lekin bilasiz, Barno Daily loyihasini ham boshlaganman. Bu meni qizlar ovozi deb aytsam bo'ladi. Shunaqa kanalim. U yerda shu o'zim bo'lishim kelgan fikrlarni, mulohazalarni, tajribani bo'lishib boraman. Shu boshqa qizlarga qaysi ma'noda o'rnak bo'lishi uchun, qaysi ma'noda xatolarim ularga dars bo'lishi uchun. Shu yana hozirgi kundagi bo'layotgan trendlarga mos tushishni ham ochilgan kanal emasmi? Chunki men mana har ikkita kanalingizni kuzataman. Lingua Barnoda qanaqadir formal yo'da akademik gaplar gapiriladi, qo'yiladigan reelslar ham masalan ko'pi educational content, lekin Barno Daily hozirgi kunda odamlar ko'rish xohlayotgan, odamlar birovning hayotiga qiziqayotgan davrda o'sha trendga tushish uchun yaratilgandek tuyuldi menga. Lekin unaqa emas, ochig'i, chunki ko'rsangiz hamma videolarim ham katta prosmotr yig'magan, ya'ni ko'proq meni qiynagan mavzularda video tayyorlashga harakat qilaman. Bitta hikoyasiga aytib beraman. Shu uyimizda ishlaydigan xizmatchimizdan bittasi ham qishlog'imdalar va ular kelib menga aytibdilar, qishloqdagi bir ayol kelib, Barnonikiga boryapsizmi? Men rahmatimni aytib qo'ying, chunki ularning maslahatlari oilamiz saqlab qoldi deb aytibdilar. Men uchun ham bu juda ham nima deydi, havoyi gapga o'xshab tuyuldi, lekin ba'zi bir shunaqa ochiq-oydin, biz uchun ochiq-oydindek tuyulgan narsalar borki, lekin ular boshqalarning hayotida tatbiq qilinsa qanaqadir o'zgarishga olib keladi. Aytmoqchimanki, oldinlari kimligimni isbotlashga harakat qilgan bo'lsam, o'zimga o'zim endi shu bilimim bilan bo'lishishga harakat qilaman va bu bilimlar faqat prosmotr uchun emas, aks holda men qaynona kelin munosabatlari yoki ta'lim olishi ayollarni, ya'ni bunaqa o'zimga insonlarni qarshi qayrab qo'yadigan mavzularni tanlamagan bo'lardim. Chunki bu qaysidir ma'noda menga katta heyt ham olib kelyapti, lekin xohlayman shu fikrlarni odamlarga yetib borishini. Ko'rdim heytlaringizni, bir ikkitasini. Aynan shular haqida ham savollarim bor, ularni ham hali gaplashamiz. Endi menga eng qiziq bo'lgan masala, mana aytyapsiz, IELTS'imni yana retaga qilib ko'tarishga harakat qilyapman deyapsiz, har xil darajadagi ingliz tilini o'qityapman deyapsiz. Yosh farzandingiz bor, menimcha 2 yoshdan oshdi yaqinda. 2ga kirgan farzand, endi bilamiz, juda katta kuch oladi, juda katta vaqt oladi. Ham uy ishlari, ham ayollik, ham kelinlik vazifalari,
ham keyin man juda ko'p ko'raman sizlarni o'zi Laylo bilan, Zebo bilan, Madina bilan, hamma bilan tez uchrashib turasizlar. Bunaqa masalalar hammasiga ulgurish o'zi realistikmi yoki bu o'zi unreal siz Instagramga bizda shunaqa bizlar uchun mana shunaqa xarob qilib ko'rsatasizmi o'zi yoki siz ham qiynalib, stressga tushib, depressiyaga tushib bundan o'tasizmi yoki bu qanaqadir lifestyle bo'lib qolganmi? Endi men balansga umuman ishonmayman. Chunki mana work and life balance deydi-ku, har doim inson biror joyda yutgan vaqtida o'zi boshqa joyda yutqizayotgan bo'ladi. Ya'ni bilishingiz kerakki, agar ishim zo'r ketyaptimi, demak katta ehtimol bilan men shu vaqtda farzandimga yetarlicha vaqt ajrata olmayman. Yoki farzandim va oilamga ko'proq vaqt ajratayotgan vaqtim, demak men ishda yutqizyapman. Ya'ni bu balans saqlayman desa, odam aqldan ozishi ham hech gap emas. Va bu joyda men bir qoidaga amal qilishga harakat qilaman, ya'ni to'g'ri prioritetlar qo'yish. Misol uchun, farzandim kasalmi, ishni katta ehtimol bilan tanlamayman. O'sha vaqt farzandimga vaqt ajrataman va ishim yonayotgan vaqtda farzandimni ishonchli qo'llarga topshirishga harakat qilaman. Va bu yerda bitta insight aytaman. Hamma narsaga ulgurish siri bu hammasini yolg'iz o'zingiz qilmasligingiz. Lekin biz o'zbekmiz. Bizda va millatimizda shunaqa bir stereotip bor. Bu provokatsion qanaqadir masalani men ko'tarmayapman, shunchaki real bor narsani gapiryapman. Uyda xizmatchi ishlar ekan, uyda ikkita nyanya ishlar ekan, o'zi nima ish qiladi unda, o'zi hali yosh bo'lsa, endigina 24-25 yoshda bo'lsa degan gaplarni eshitmaganmisiz bundan oldin? Eshitmaganman. Balki adekvat oilaga kelin bo'lib tushganim uchundir. Shu narsani aytib o'tish juda ham muhim deb hisoblayman. Har qanaqa muvaffaqiyatliroq ayolni ko'rdingizmi, uni ortida yaxshi tushunadigan oilasi borligi aniq. Chunki agar faqat oilaviy mojarolar bo'versa, sizni o'sishingizga yo'l qo'ymaydigan oilaga aynan ayol kishi sifatida kelin bo'lsangiz, bu holatda juda ham qiyin. Inson butun o'zini ichki dunyosini o'ldirishiga to'g'ri keladi va faqat boshqa insonlarning rizoligi uchun yashashni boshlaydi. Lekin bizning oilada adekvat qaralgani uchun meni hayron qoldirgan narsa, kelin bo'lib tushgan kunim o'sha oyijonimlarga aytibman, har kuni kelib uy ishlarini qilishga harakat qilaman, sizga yordam beraman. Ko'zlarini katta ochib, nega siz yoshsiz-ku, bemalol o'qib ishlavering, hozir o'sadigan vaqtinglar, vaqt keladi, shunda ham uy ishlarini qilishingizga to'g'ri keladi, hozir kerak emas deb aytganlar va shu narsa menda yana ham motivatsiya uyg'otgan, har kuni o'z ustimda ishlashga, chunki imkoniyat berilganda shundan foydalanish kerak. Endi to'g'ri shunaqa o'ylashlari mumkin, lekin biz bu hayotda faqat boshqa insonlar ko'nglini o'ylab yashaydigan bo'lsak, o'zingizga yoqadigan bir yo'nalishlarni, hayotingiz maqsadini butunlay yo'qotib qo'yasiz. Va menimcha, agar ayol kishi jamiyatga foydasi tegadigan ish bilan shug'ullansa, bunga imkoniyat yaratib bergan har bitta sababchi bo'lgan inson ham o'sha sababni bir qismiga ega bo'ladi deb hisoblayman. To'g'ri, o'zi xohlagan bitta odam o'zi yashashdan maqsadi o'sha jamiyatga qanaqadir bir o'zini hissasini qo'shish, jamiyat rivojiga hissa qo'shish yoki o'zi qo'ldan kelguncha ko'proq odamni o'zini ta'sir doirasida urib olish. To'g'ri aytganingizdek, misol uchun siz vazifalarni boshqalar bilan taqsimlasangiz, shu yo'lda siz uchun ochib ketaveradi yangi eshiklar. Endi bir narsani aytib o'tishim kerak. Meni oyim ham juda ko'p ishlaganlar va o'qiganlar yoshligimizdan va meni uyda onasi uyda o'tiradigan tanishlarim ham ko'p bo'lgan. Va bizda bitta farq bor edi-da. Ishlagan ayol kishini har doim vijdoni qiynaydi. Farzandimga yetarlicha vaqt ajrata olmayapman deb. Shuning uchun biz ishdan charchab kelganimizda, charchagan holatimizda ham o'sha o'tkaza olmagan vaqtimizni kompensatsiya qilishga harakat qilamiz-da. Misol uchun, men bolamga televizor yoqib bermayman, o'tirib, misol uchun 6 soat vaqtim kechki payt bola bilan o'tkazilsa, bor vaqtimni bolaga har bir soniyasigacha ajratishga harakat qilaman. Uyda bo'lgan ayollarning hammasi emas, lekin ko'pida nima bo'ladi? O'sha asabiy holatga kelib qoladi, chunki ayol kishi o'zi uchun, o'zini maqsadi uchun, qanaqadir ichidagi mikro dunyosi uchun hech qanaqa ish qilmaydi-da, u odamni butun qiziqishlari o'lib boradi sekin-asta. Siz erkaklarga buni nima deydi, tasavvur qilish juda ham qiyin-da. Ular aytishadi, nima kerak, uyda o'tiribdi maza qilibdi. Lekin har kuni ertalabdan kechqurungacha bir xil siklni yashab o'tish, tugamaydigan ishlar o'rtasida yashash, bu har qanaqa odamni aqldan ozdiradi. Shuning uchun men bu narsani yomon deb hisoblamayman. Mana oyimdan boshladim suhbatda. Endi mana biz qanaqa qilardik? Xamirdan kichkina shakllar yasirdik, duxovkada pishirib, ustini kraska bilan bo'yab, o'qiyotgan ertagimizga qahramonlarni yasirdik qo'limiz bilan. Yoki onam qoldi degunlaricha ishga ketayotganlarida shu kitobdan 20 betni o'qib qo'ydirdilar.
kelganimizda dasturxon boshida hammamiz muhokama qilardik. Nima uchun bir xil so'rashadi, rus sinfida o'qigansizda, lekin o'zbek tilida yaxshi gapirasiz. Ancha-muncha o'zbek sinfida o'qiganlardan ko'ra rostdan ham so'z boyligimni keyin deb hisoblayman, chunki juda ham qattiq qaralgan tarbiyaga. Misol uchun, rus tilida nechta kitob o'qisak, shuncha kitob o'zbekchada o'qirdik va hamma o'zbek tilidan o'qigan kitoblarimizni o'tirib mulohaza qilishga bizani majburlashardi. Nimaga bu holat bo'ldi? Misol uchun Mehrobdan Chayon asari bor, qancha hayotiy bir darslarni o'rgansa bo'ladi u kitobdan. Shularni bizani mulohaza qilishga va o'ylashga, fikrlashga oyim bilan ham juda ham ko'p o'rgatishga harakat qilishardi va menimcha ota-onani vazifasi ham shu. Ertalabdan kechgacha bolani yuvintirib, tarantirib, nima deydi, og'izlarini salfetka bilan artib qo'yadigan ota-onalarni odatda farzandi 40 yoshida ham orqasiga etagiga osilib, "Ada, mashina olmoqchi edim, ozgina pul berasizmi?" deb yurishadi-da. Ota-onaning vazifasi mustaqil, o'ziga ishongan farzandni tarbiya qilish. Shuning uchun shunaqa qilib tarbiyaga ahamiyat berishga harakat qilaman. Chunki vijdoni qiynalib yashash juda ham qiyin. Ya'ni agar misol uchun siz ayol kishisiz va ishlayotganingizda qattiq vijdon qiynayapti, ishlamagan ma'qul. Lekin o'shaning uchun men bu tomonlama kompensatsiya qilishga harakat qilaman. Qancha vaqt o'tkazsam ham sifatli bo'lsin deyman. Tushundim. O'zim yaqinda shu masalan boshqa bir inson bilan gaplashib o'tirgandim. Gaplashib qoluvdik o'zi, gapdan gap chiqib va shu joyda o'zimga bitta xulosa qilgandim. Ishlaydigan o'zi ota-onaning farzandlari, bilmadim chet elda qanaqa, lekin O'zbekiston misolida ishlaydigan ota-onaning farzandlari ko'pincha holatda ishlamaydigan ota-onani yoki ishlamaydigan onani farzandidan ko'ra muvaffaqiyatliroq bo'lar ekan. Ya'ni, misol uchun deylik, mana bitta ona farzandi bilan 24 soat sarflasa, u 24 soatni samaradorligidan ko'ra o'sha siz aytganingizdek ishdan charchab kelib 2 soatgina sarflagani samaraliroq deb hisoblayman o'zim. Misol uchun 24 soat sarflagan ota-ona birinchidan bolasini zerikib qolsa kerak. Ikkinchidan asablari ham shunga yarasha charchab qoladi-yu. Faqat bir xil rutinaning ichida yuravergandan ko'ra har xil o'zini ham va farzandini ham dunyoqarashini kengaytirib 2 soatda o'sha nimadir strictly, ya'ni intizom bilan nimadir shug'ullansa, o'sha 1,5-2 soatlik narsa 24 soatni kompensatsiya qiladi. Endi ba'zilar enagiga farzandni ishonadigan ota-onalarni qattiq qoralashadi, faqat ona qarash kerak bolaga deydi-ku. Lekin aslida psixologiya kitoblarda farzandingiz ishongan va o'zini o'sha inson oldida xotirjam his qiladigan 2-3ta katta insoni bo'lishi mumkin va bu yoki qaynonangiz ham bo'lishi mumkin, bolani buvisi bo'lishi mumkin. Siz o'zingiz otasi, ya'ni o'zi ishongan insonlar har qanaqasi begona bo'lsa ham, lekin bola uchun xotirjamlik hissini beradigan inson bo'lsa, bo'ldi, bu bolam psixologiyasiga ta'sir ko'rsatmaydi degani. Shuning uchun enaga tanlaganda men ham albatta begona inson emas, menga opamdek bo'lib qolgan, yaxshi tanishimni ishga olganman va hozirgi kunda bolamni o'zini kun tartibi bor. Ertalab uyg'onadigan vaqti, tushlik vaqti uxlaydigani va bolam 4-5 mahal faqat u uchun maxsus tayyorlangan taomlarni yeydi. Agar men uyda o'tiradigan ona bo'lgan taqdirimda ham bu ishni mustaqil qila olmasdim. Chunki har kuni sizga bu narsa uchun pul to'lanmasa, bu darajada ishingiz mas'uliyat bilan albatta yondashish juda ham qiyin. Shuning uchun bu yerda ko'proq sizning yondashuvingizga bog'liq. Demak, bu bilan xulosa qilishimiz mumkinki, qanaqadir yoshdan boshlab ham o'sha onasi o'zi samarali bo'lgan ishini qilsa, o'zi ko'proq samaradorlikka erishishi mumkin bo'lgan ishini qilsa va farzandini ham o'sha o'zi qila oladigan darajadagidanda yaxshiroq darajadagi unga xizmat ko'rsatadigan insonga ishonib topshirsa yaxshiroq demoqchisiz. Albatta. Endi unaqa narsa bor, bir xil aytishadi, voy ishlaydigan ona unaqa bo'ladi. Mana yaqinda yoshda ishlaydigan onalarni farzandlari sasib yuradi. Men har bir ishlaydigan atrofimdagi ayolni ko'rib nimani anglaganman? Birinchidan ishlaydigan onani farzandi ko'proq tushunadi oilaga pul qanaqa qiyinchilik bilan kelayotganini va onasi ko'proq narsaga ulgurib deb qanchalik harakatchan bo'layotganini. Misol uchun menga savol berishadi, nimaga to'xtab qolmaysiz? Men farzandingiz bilan qiynalib ham ishlayapsiz. Chunki men onam ishlaganini ko'rganman va bu men uchun normal holat va menga onamdan o'tib keta olmayman, lekin o'rnak oladigan darajada katta bir yoshlikdan o'rnak bo'lganda ishlagan ona sifatida. Shuning uchun menimcha hech ham bu narsaga yomon qarash kerak emas, muhokama qilish kerak emas va aksincha ta'limga qiziqayotgan ayollarni ko'proq qo'llab-quvvatlash kerak. Endi deylik, mana hozir farzandingizni boshqa insonni qo'liga topshirasiz.
sizda shunaqangi bir xavfsirash yo'q. Misol uchun sizni oilangizda boshqacharoq muhit bo'lishi mumkin. Uni oilasida boshqacharoq muhit bo'lishi mumkin. Yoki siz boshqacharoq backgrounddan, ya'ni ta'lim tarbiyadan kelib chiqqansiz-ku, ana odam boshqacharoq oiladan, boshqacharoq ta'lim tarbiyadan kelib chiqqan. Qanaqadir misol uchun 4 yoshdan yoki 5 yoshdan yoki 7 yoshidan borib, aynan shu ikki xil ta'lim yoki tarbiya masalasi bir-biri bilan to'qnash kelib qolishdan xavfsirash yo'qmi? Endi birinchi navbatda farzand baribir ota-onasi qilgan ish qiladi. Bu 100% kafolatlangan narsa. Va noto'g'ri tushunishmasin odamlar, kuniga misol uchun enagamiz 9 dan 6 gacha ishlasalar, u kun davomida farzandimni deyarli doim men ko'z atrofida bo'laman, chunki uydan ishlayman asosan va bu narsadan umuman xavfsiramayman. Chunki enagamiz xuddiki bog'cha panishini bajaradilar. Baribir onalar tayyor bo'lib bolasini bog'chaga ham berishadi-yu, bizda individual yondashuv. Farzandim qirolga o'xshab maza qilib uni uchun tayyorlangan alohida ovqatlarni yeydi. O'sha rejim bo'yicha kitob o'qiydi, rejim bo'yicha ko'chani aylanadi, rejim bo'yicha cho'miladi, rejim bo'yicha uxlaydi va aksincha enagamiz borligi bizda uyda tartib borligiga bir muhit yaratib beradi. Chunki men aytaman, bir xil ayollar menga aytishgan, bekor siz farzandingizni tashlab ishga ketyapsiz, qanaqasiga haddingiz sig'di. Uyda bo'lgan kelinim 24 soat bolasini unda ushlab o'tirmaydi-ku. Qaynonasi ushlaydi kun davomida, qaynotasi ushlaydi. Ya'ni nima farqi bor agar u inson siz ishongan insoningiz bo'lsa va aksincha qarindoshingizdan ko'ra farzandingizga yaxshiroq e'tibor bilan qaralsa. Farzandini tashlab bir necha kun Dubayga ketib borishchi. Endi bola kattaroq bo'lganda dada buvlarini qamrovida umuman to'g'risi eng to'g'ri qarorlardan bittasi bo'ldi deb aytaman, hattoki. Chunki birinchidan ota-onasi ketib qoldi deb hamma bolamga achinib kelib, kuniga 5-6 marta xabar olishdi. Har xil buvi dadalarnikida masa qilib vaqt o'tkazdi. Biz esa baribir ozgina перезагрузка qilib keldik, chunki ishlaydigan va umuman farzand tarbiya qiladigan ota-ona sifatida baribir ba'zida o'sha yolg'iz qolish, qanaqadir o'sha yo'qotilgan oilaviy munosabatlarni tiklash juda ham muhim. Aynan shu yo'qotilgan oila munosabatlari haqida gapiradigan bo'lsak, qaynona kelinlik munosabatlari yo'qolib ketmayaptimi shunda? Nega? Misol uchun, avvalambor men qaynona deb aytolmayman, chunki onamdek ko'raman va har doim oyijonimga ham aytaman, siz jannatiy ayolsiz deb, chunki biror marta men turmush o'rtog'imga yomonlamaganlar, biror marta o'rtamizda qanaqadir kichkina gap o'tsa-da, lekin boshqa ikkinchi shaxslarni aralashtirmaganlar. Va men ham qiz sifatida har doim xatoyimni tan olishga o'rganganman. Menimcha, qaynona va kelin munosabatlarida tushunmovchilik bo'lmasligini kaliti ham hayotga yengilroq qarash. Ko'p yosh qizlar kelin bo'lishdan oldin o'ylashadi, bo'ldi, men qaynonam zahar bo'ladi, men qonim ichadi, ajrashtirib olishga harakat qiladi. Yo'q, insonning qalbi toza bo'lsa, shunaqa insonlar atrofiga yig'iladi va o'sha qalbi toza bo'lib kelgan inson bilan munosabatni buzmaslik ham kelinlar qo'lida bo'ladi. Men misol uchun xato qilmaganman, ideal kelinman deb aytmayman, chunki bo'ladi, misol uchun bilmasdan, yangi oilaga kelganingizdan keyin ular tartibiga to'g'ri kelmay qoladigan narsalarni aytib qo'yishingiz mumkin, qilib qo'yishingiz mumkin. Lekin muhimi xatoni qabul qilishdan qo'rqmaslik. Xuddi mana onamga qanaqa aytsam, "Oy, kechirasiz, tilingizni ortib qo'ydim" desam, qaynonam bilan ham munosabatlarimiz xuddi shunaqa. Aytaman, "Oyijon, uzr, yoshlik qildim, shu xatoni qilib qo'ydim, meni kechiring, keyingi safar xatoimni to'g'rilashga harakat qilaman." Va har doim misol uchun ishim yaxshi ketsa, men yonimda turgan insonlarni unutmaslikka harakat qilaman. Birinchi marta turmush o'rtog'im bilan onlayn kurslarni yo'lga qo'yib ishlaganimizda oyim menga aytgan narsalari, "Barnon, hozir mana yaxshi pul ishlading, xo'jayining senga yordam berdi, loyihalarni yo'lga qo'yishga o'tdi, xo'jayiningning oyisining ham hissasi xuddi shunday. Shuning uchun hozir topgan pulingdan borib oyijoning eng xohlagan narsalarini olib bergin" deganlar. Shuning uchun har doim meni rizqimga hissa qo'shayotgan insonlarni eslashga, ularni ko'proq xursand qilishga harakat qilaman va hamma joyga bir xil e'tibor qaratib turishga harakat qilaman. Va bilasizmi, kelinlarda donolik bu o'zinikini etib yutib ketish emas, balki oilani saqlab qolish bo'ladi. Hozir psixologlar aytadi, to'g'ri, noqulayliklarni chidama, sana hurmat qilmaydigan joydan ket, lekin oyim aytardilar, bitta qiz bitta oilaga moslashguncha 5 yil vaqt ketadi. O'sha vaqt ichida jim turasiz, qattiqdir o'zingizdan yosh kattalar hurmat qilasiz, keyin xato qilasiz, kechirim so'raysiz, lekin doimiy ravishda shu aynan yutishga emas, balki oilani saqlab qolishga qilingan harakat menimcha o'sha yaxshi munosabatlarni kaliti bo'lsa kerak. Demak, prioritet o'zi o'zgarsa, hammasi yaxshi bo'lib qolar ekan. Конечно. Tushunarli, tushunarli. Yaxshi.
Xo'p, endi bizani ko'rayotganda o'ylashi mumkin. Ha, mana Barnoni puli bor. Barno yaxshi o'ziga to'q oiladan chiqqani uchun shunaqa narsalarni o'ziga effort qilib qila olyapti. Misol uchun, men hozir mana ham ishlasam, enaga pulni qayerdan topaman, uyimda xizmatchi ishlatishga qayerdan pul topaman degan bahonalar bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Yo, ishlamaslik variantini tanlashi mumkin. Yoki mana bizning hayotimiz boshqacha, Barnoni hayoti shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin reallik boshqacha degan fikrlar paydo bo'lib qolishi mumkin hozir. Chunki men hozir o'ylayapman, deylik O'zbekistonda necha milliondir oila bo'ladigan bo'lsa, siz aytayotgan oila faqatgina o'sha top 1% yoki top 2% ga tushishi mumkin bo'lsa kerak deb o'zim o'ylayman. To'g'ri. Adashayotgan bo'lishim mumkin. Lekin bu rivojlanmaslik uchun bahona bo'la olmaydi. Chunki misol uchun men yana oyimlarni misol qila olmasdan o'tib keta olmayman, chunki shifokorlikka o'qiganlar, ikkita bola, yetmaganiga yana uyda qarindoshlik munosabatlarini saqlab turish kerak. Bu holatda ham bog'chaga berishgan, ertalab turmush o'rtoqlari bilan birga, mana adam bilan birga kelishib bir-birligini qo'llab-quvvatlab, bir amallab o'sha ham bizga vaqt ajratib ham o'qishgan ham. Va mana men farzandli bo'ldim. Bemalol men turmush o'rtog'im yaxshi pul topadilar, uyda o'tir qilma desalar ham bo'lardi va etdilar ham. Lekin men bu yo'lni tanlamadim, chunki kattaroq maqsadim bor edi. Farzandim 1,5 yoshigacha kechqurun umuman uxlamagan. Ertalab 8 da uxlardik. Buvim kelishlarini kutib turardim. Xo'jayinim buvilar rosa yordam berganlar. Farzandimni topshirardim. Ertalab 11 gacha, 8 dan 11 gacha uxlab olib, birgalikda ishga ketardik. Va meni majburiyatim bo'lmagan, lekin xohish kuchli bo'lsa, bir amallab bo'lsa ham inson yo'lini qidiradi. Shuning uchun men lekin bilaman, mendan yaxshi sharoitda yashaydigan insonlar ham komfortini tanlab, to'g'ri uxlash shirin, to'g'ri ishlamaslik shirin misol uchun. Lekin hech qanaqa katta muvaffaqiyatga menimcha juda ham erkinlik bilan mazza qilib erishib bo'lmaydi deb hisoblayman. Chunki aytishadi-ku, ishing senga zavq olib kelish kerak, shunda katta pul topasan. Lekin o'sha gapni aytadiganlar ham uxlamasdan ishlashini men aniq ayta olaman. Endi shu joyda bitta savol paydo bo'ladi. Mana siz O'zbekistonning eng obro'li bo'lgan universitetlardan, nufuzli bo'lgan universitetlardan birini tugatdingiz. Qo'lingizda diplomingiz bor. Chet ellarda ham o'tadigan juda ham nufuzli diplom. O'zingiz xohlagan ishda ishlayapsiz. Moliyaviy jihatdan ham yaxshi, moliyaviy erkinlik bor. Farzandingiz bor. Oilangiz tinch. Yana nima xohlayapsiz yana? Mashhurlik bor, blog bo'lsa, ana siz aytayotgan katta maqsad, siz aytayotgan xohish o'zi nimadan yana kelib chiqishi mumkin? Masalan, sizni tomosha qilib turganlar o'ylashi mumkin. Mana Barnopa hammasiga erishib bo'lgan. Men hozir mana Jahon turadi 1-kursda o'qiyapman. Menda hammasi qiyin, hali meni shuncha yo'l bosishim kerak. Bunga oson, mana hamma narsaga erishib bo'lgandan keyin o'shaqa cho'l-cho'l gaplarni, motivatsion gaplarni aytib turibdi-da. Men bir narsani aniq bilaman. Aslida erishilgan maqsaddan ko'ra unga bo'lgan jarayon qiziqroq. Va agar misol uchun meni orqaga qaytarib boshqatdan ingliz tilini endi o'rganish boshlagan vaqtingga qayt desa, jon deb yana bosib o'tardim. Chunki aynan o'sha qiyinchiliklarni yengishingiz hayotni bitta o'yin sifatiga aylantirib qo'yadi-da. Qayerdan pul topsam ekan, o'qishga avtobusda ketgim kelmayapti. Qanaqa qilib hozir kechqurun uxlamasdan darsimni qilaman. Bu bosqichlar sekin-sekin o'zgarib, endi mana katta hayotda bir yengichi qiyinchiliklarga aylanib ketyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, hozir hamma moliyaviy imkoniyatim bo'lgani bilan men ham hayotimni har tomonlama ideal deya olmayman, chunki har bir insonni darajasi o'sishi bilan maqsadi o'siradi. O'ylashadi, men oldin o'ylardim, boy odamlar pulni nimaga sarflar ekandir-da, lekin boy bo'lgan saringiz, hozir ham biz juda boy emasmiz, lekin o'sha ishlatadigan xarajatlaringiz ancha ko'payib boradi. Va to'g'risini aytaman, meni kasbimda asosiy bir xohish moliyaviy erkinlik emas. Chunki avvalambor men o'zimni ichki xotirjamligim uchun tanlagan missiyamni nima deydi, olib borishga harakat qilaman. Ba'zi erkaklar aytishadi, ishlamasin. Nima kerak xotinimga? Hamma pulni topib olib kelib qo'yaman. Nima qiladi o'sha 100 ming, 200 ming uchun ishlab deydi-da. Lekin ular hech qachon tushunishmaydi. Qanaqa hayot u ertalab turib kechqurungacha bitta narsani qilish. Har kuni bir xil to'rtta devor ichidan chiqmasdan o'tirish. Agar sizni bir kuni kelib mana qo'lingga kichkina bola, uy pul beraman desa-yu, lekin siz umuman butun hamma qiziqishlaringizni unutib olishingiz kerak bo'lsa, siz bu yo'lni tanlamassiz. Ayol kishining mas'uliyati juda ham katta. Shuning uchun men har bitta erkak kishini xohlardim, o'sha
qo'ying 100 ming topsa ham 150 ming topsa ham o'zini qanaqadir ishi bo'lsin, yaxshi ko'rgan kasbini qilsin. Ayol kishi kuniga kamida 1 soat bo'lsa ham o'zi yaxshi ko'rgan ishini qilsa, u olgan energiyasi butun kunga, butun oilasiga yetadi. Shuning uchun menda ham shunaqa. Avvalambor yaxshi ko'rgan kasbim bor, unda doimiy ravishda yuksalish xohlayman. Chunki ayniqsa siz mashhurlashganingiz sari mas'uliyat doirangiz ham ortadi. Agar men oldin misol uchun birinchi qilgan kurslarimga nisbatan hozirgilarning sifati albatta ancha baland. Chunki endi meni yana ham ko'p odam taniydi, yana ham ko'p odam ishonch bildirishyapti va bu ishonchni oqlolmay qolishdan qo'rqaman. Yoki meni auditoriyamni bilimi menikidan oshib ketib qolishdan qo'rqaman. Ya'ni har doim odamlardan ko'ra meni kuzatayotgan insonlarga ko'proq foyda berishga harakat qilaman. Shuning uchun shu yo'limni to'xtatmaslikka harakat qilaman oxirigacha. O'lchovlarcha, misol uchun bizani hozir tomosha qilib turganlarda konkret o'lchovlar bor. Misol uchun universitetda mana shu yilni tugatib olaman. Semestrimni yaxshi baholar bilan tugataman. Hozir IELTSga tayyorlanyapman. IELTSdan 7 yoki 8 yoki 9 olmoqchiman. Yoki mana hozir maktabda ishlayapman. Maktabdan sefr topshirib yoki IELTS topshirib oyligimni 30 yoki 50% ko'tarib olmoqchiman. Magistrga topshirmoqchiman degan o'lchovlar. Sizda shunaqa o'lchovlar qanaqa hozir? Hozirgi paytdami? Bu shunchaki ruhan va jismonan sog'lom bo'lish, baxtli ayol bo'lish, baxtli turmush o'rtog'i bo'lish va umuman olganda o'ylardimki, har bir kunimni kimgadir foyda berish orqali o'tkazish. Chunki eng yomoni menimcha umuman bir maqsadsiz, hech kimga kerak emas hayotda yashash bo'lsa kerak. Shuning uchun menda hozir o'lchov yo'qolgan. Chunki oldin doim faqat deadlinelar bilan qanaqadir o'zimga qattiq chegaralar bilan yashardim va bu sekin asta menimcha odamdagi perfeksionizm uni bor kuchini so'rasa kerak. Shuning uchun hozir mening maqsadim har kunimni foydali o'tkazish, jismoniy, ruhiy salomatligim uchun, farzandim kelajagi uchun foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lish. Unda hozir bizani ko'rib turgan, misol uchun 18, 19, 20 yoki 22 yoshdagi qizlar men ham qachondir xuddi mana shu Barno qilgan ishlarni qilib hozirgi Barno darajasiga chiqsam baxtliroq bo'laman. Ya'ni baxt menda o'shanda paydo bo'ladi degan xulosa chiqarish mumkinmi yo'qmi? Ya'ni siz abituriyentlik yoki studentlik paytingizdan hozirgi paytingizga qarasangiz, bu baxtsizroq, bu baxtliroq degan o'lchov paydo bo'ldimi yo'qmi? Yoki haligacha o'sha baxt abstrakt bo'lib qolyaptimi? Yo'q narsa. Albatta, menimcha o'zi noshukur odam har doim baxtsiz bo'ladi. Xuddi shundan boshlanadi. Chunki tasavvur qiling, qanaqasiga sizda o'qishga imkoniyat bor, qo'l oyog'ingiz but va fikrlashingiz yaxshi, misol uchun aqli rason inson bo'lib dunyoga keldingizmi, baxtlisiz. Va baxtsiz insonlar e'tibor bersangiz hamma narsasi bor, lekin baxtsiz odamlar ham bor. Lekin kamgina mana kichkinagina uychasi, hatto mashinasi ham yo'q, lekin uyda yeyishga go'sht ham yo'q, otamlarga borib bir xil payt intervyu qilishadi, nima? Men shukr qilaman, men baxtliman. Chunki happiness is a state of mind deydi. Siz yoki o'zingizni baxtli his qilasiz yoki baxtsiz his qilasiz. Bu har bir insonni baxtliroq degan narsa yo'q. Umuman yo'q. Aksincha, inson hamma maqsadga erishib bo'lgandan keyin ba'zi payt shunaqa bitta tushkunlik holatiga kelib qoladi. Endi nima degan savol paydo bo'ladi. Menimcha eng katta baxt bu har kuni maqsad bilan Demak, siz baxtni ketdan qilmaysiz, shunaqami? Yo'q, chunki meni har kunim baxtli. Men hozirgi holatimga qarayman, misol uchun farzandim hech qachon boshqa bunaqa kichkina yoshda bo'lmaydi. Misol uchun ertaga 5-10 yildan keyin balki dodam, buvam meni yonimda bo'lmasliklari mumkin. Balki bir kun yoki bir soniyada yaqinlarimdan ajralib ham qolishim mumkin. Ya'ni hozirgi menga Alloh bergan barcha ne'matlarni men ko'rib va e'tirof qila olishim mana shu haqiqiy baxt. Agar bu narsam yo'q desa, inson albatta hali erishmagan minglab narsalar ro'yxatini tuzishi mumkin. Misol uchun aytadi-ku, velosipedda peshkom yurgan odam velosipedi borga havas qiladi, velosipedi bor, mashinasi borga havas qiladi, mashinasi bor, samolyoti bor odamga havas qiladi. U yoqda lekin unda olib qaraydigan bo'lsak, o'zi oyoqlari yurmaydigan nogiron inson qaniyda yura olsam hech bo'lmaganda degan fikr bilan yashaydi. Shuning uchun iltimos har kuninglarni mazza qilib baxt ichida yashab o'tinglar. Chunki shukronalik hissi menimcha eng muhim narsa bo'lsa kerak. Hayotingizga yana ham ko'proq shu yaxshiliklar, baraka kirishi uchun. Endi shu joyda mana siz aytyapsiz, men qanaqadir bir maqsadni ketidan qo'yaman, qanaqadir bir kattaroq maqsad qo'yib o'shanga doim borishga harakat qilaman deb. Lekin o'zi standart an'anaviy o'zbek oilasida bu narsa faqatgina o'g'il bolaning miyasiga qo'yiladi. Ya'ni o'g'il bola hech qachon to'xtamasligi kerak, doim o'zini oilasini
moliyaviy ta'minotini qilishga harakat qilish kerak, moliyaviy ahvolini yaxshilashga harakat qilish kerak, doimiy u shu harakatda bo'lish kerak deyiladi-yu, lekin qiz bolaga ko'pincha bu narsa miyasiga uqtirilmaydi. Nimadan deb o'ylaysiz? Buni sababi o'zi shu narsa normal holatmi yoki qizda ham bunaqa paydo qilish kerakmi? Xuddi siz qanaqa tarbiyalagan bo'lardingiz yoki farzandingizni? Siz o'zi javobi savolingizni o'zida aytdingiz. Chunki erkak kishi bizada bir necha asrlar mobaynida o'sha patriarxal jamiyat paydo bo'lishi bilan oilani asosiy tayanchi hisoblanadi. U ovqat olib keladi, u oilasini himoya qiladi va u butun oiladagi xotirjamlikni saqlashga mas'ul bo'lgan inson hisoblanadi. Asosan ayollar bizada soya sifatida, jimgina o'sha maslahatchi, yordamchi sifatida ko'riladi. Lekin menimcha hozirga kelib mana shu tushuncha hattoki juda ham abstruktiv bo'lib ketyapti. Chunki kommentariyalarni o'qisam, omi ayolga uylanish kerak, chunki omi ayol bilan inson maza qilib yashashgan. Lekin maza qilib yashash qaysi ma'noda? U umuman o'z haq-huquqini talab qilish qaysi ma'noda? Hech bo'lmasa kitob o'qish uchun kuniga 10 daqiqa ham ajrata olmaydi va u butun oiladagi har bitta insonni ko'ngliga qarab, hamma aytganini qilib, har bitta ursa ham xo'p deyishga tayyor bo'lgan. Misol uchun 10 yilda bitta ko'yni olib bersa ham, olib bermasa ham rozi bo'lib yashaydigan insonni omi deb erkak kishining o'zi omi so'zi bilan pastlayapti-da. Misol uchun aytsalar bo'ladi, o'qimagan yoki diplomi yo'q masalan, o'qigan ayol bilan yashash ma'qulroq deb. Shuning uchun menimcha asosiy sababi shunda. Chunki umuman olganda biz o'rganib qolganmiz jamiyatimizda erkaklar o'sha asosiy ta'minotchi, ayol kishi soya. Endi albatta asrlar aro ham ota-ona qo'rqadi. Qiziga har doim kichkinaligida nima deydi? O'g'il bolaga aytadi. Bor qil, urib kel deydi yoki o'zingni haq-huquqingni talab qil, ushbu ustozing bilan o'rtog'ingni seni ursa javob qaytar deymiz. Qizlarga uyatib oladi. Sen gapirishing kerak emas, qizlar uyalishing bo'ladi, o'rgatiladi. Menimcha buni tagida katta qo'rquv yotadi. Chunki ayol kishi, men 100% ishonaman, erkak kishi qilgandan ko'prog'iga qodir. Chunki misol uchun, yo'q, meni ushmasin, lekin haqiqatdan mana misol olib qaraydigan bo'lsak, oilalar ajralganda e'tibor bersangiz, erkak kishi yangi oila qurib ketadi, lekin ayol kishining bo'ynida uy, farzandning ta'limi, ham uy ishlari, ham oila bo'lsa, ham pul topish bo'lsa, ayol kishi eblaydi. Shuning uchun menimcha ayollarga o'ta ko'p erkinlik hissi berilishidan jamiyatimiz qo'rqishi kerak. Lekin bundan qo'rqish kerak emas. Ayol kishi qancha ta'lim olgan bo'lsa, uni turmush o'rtog'i shu ta'lim darajasiga to'g'ri keladigan bo'lib ketadi avtomatik ravishda. Chunki o'qigan qiz uchrashuvga chiqqanda, uchrashuvdagi yigit ertaga aytsa, misol uchun, sen men aytgan chiziqdan chiqmaysan, sana ruxsat bermasam ota-onang kelgan borishga haqqing yo'q desa, bu holatda u ayol kishi deydi. Chunki birinchi uchrashuvdan birdaniga shunaqa qo'pollik bilan seni hurmat qilmasligini oldindan aytib turgan inson bilan oila qurmaydi o'qigan qizlar. Lekin bu tomonlama misol uchun o'qigan deganda oliy ta'limni nazarda tutmadim. Shuni aytib ketay, iltimos. Chunki menga ham hozir juda ko'p kommentlar yozishi mumkin. Biz o'qigan degan ma'noda shunchaki shaxsiy rivojlanishni nazarda tutyapmiz. Hech qanaqa diplom, maktab, kollej. Mana juda ko'p o'rtoqlarim universitetda o'qishmagan, lekin uncha-muncha o'qigan qizlardan fikrlash darajasi ancha oldinda yuradi. Shunchaki o'zini ustida doimiy ishlaydigan qizlar deylik. Chunki nima uchun ko'p oilalar ajrashadi? Yillar mobaynida tasavvur qiling, erkak kishi har doim chiqadi, ko'chada, misol uchun tanishlar bilan ko'rishadi, ish bo'yicha uchrashadi va sekin-asta erkak kishining bilim darajasi, dunyoqarashi o'sib boradi-yu, lekin uyda hech qayerga chiqishga o'zi ruxsat bermagan ayolning dunyoqarashi sekin-asta o'sha oila va uy doirasida torayib ketgandan keyin o'zidan o'zi ayblovlar boshlanadi. Sen ahmoqsan, ko'chada mana bu ko'rgan ayol hamma narsani eblayapti, lekin bu erkak o'ziga savol bermaydi. U hamma narsani eblayotgan ayoli, demak, turmush o'rtog'i sharoit yaratib bergan. Misol uchun havas qilishligi mumkin erkaklar. Bu qiz mana sport bilan ham shug'ullanadi, to'g'ri ovqatlanadi, bolalarni ham eblab qo'yibdi, lekin qancha turadi zalga chiqish, qancha turadi chiroyli ko'rinishda yurish, qancha turadi misol uchun chiroyli liboslarni xarid qilib, hattoki oddiygina ba'zi bir darajada ayol kishi o'ziga qarab yurishi. Shuning uchun menimcha o'sha oilada tinchlik, xotirjamlik, tushunish darajasi yaxshi bo'lib saqlanib qolishda erkak kishining ham, ayol kishining ham hissasi katta. Xo'p, endi deylik, mana siz o'zingiz ham o'g'il bola ham qiz bolani tarbiya qilganingizda qanaqa tarbiya qilgan bo'lasiz? Ikkalovini bir xil
ikkaloving ham doimiy maqsad qo'yib maqsadga qarab yurishing kerak, ikkaloving ham shu stil bo'lishing kerak, ikkaloving mas'uliyatni bo'yningga oladigan bo'lishing kerak deb tarbiyalagan bo'larmidingiz yoki biriga boshqacha usulda ish olib boramiz. Bizning uyda bitta qonuniyat bor edi. Adam faqat akamga qattiq turardilar. Bizga yumshoqlik bilan munosabatda bo'lardi. Onam esa qizlarga qattiq qo'l bo'lardilar-yu, akamga faqat yaxshi munosabatda bo'lardilar va bunda juda ham donolik katta bo'lgan deb hisoblayman, chunki oyim bizani ayamaganlar. U ishini qilsin, mana nimaga aytardilar, ultimatum qo'yardilar. Yoki hamma ishni ulgursang, u ishiga ulgursang, keyin o'qib, keyin ishlaysan, yoki faqat u ishni qilib o'tir derdilar. Men o'shanda juda ham xafa bo'lardim. Men o'qishga intilganman, men ishlab o'zimni bir ozgina ta'minli ingliz tilini mashq qilib yuraman desam, oyim u ishini eplamasa, ishini ham, o'qishini ham yo'qot derdilar-da. Lekin bu qattiqqo'llik ichida hamma narsaga hamma narsani eplaydigan qiz o'ssin deganlar. Va hozir haqiqatan ham 1 soat ichida 5 xil taomni tayyorlab, yarim soat ichida farzandimga ham qarab, har qanaqa narsa haqiqatan qo'limdan keladi deb ayta olaman. Bitta ko'rgan narsam qaytarib qilib bera olaman. Doimiy qilib yurmagan taqdirimda ham. Va menimcha men ham o'z qizimga qattiqqo'lroq bo'lardim. Chunki menimcha oila maktabida o'sha xotirjamlik, halovat joyida o'rgangan yaxshiroq farzand o'sha og'irroq hayotiy darslarni, bu misol uchun pul bilan munosabat, insonlar bilan munosabat, uy ishlarini eblash bilan hammasini oila ichida o'rgatilsa, ertaga katta hayotda qiynalmaydi. Shuning uchun o'g'lim esa 100% kichkinaligidan moliyaviy erkinlik, pul bilan to'g'ri munosabatda bo'lish, mas'uliyatni o'z bo'yniga olish va bergan va'dalar ustida chiqish, shu kabi erkinlik xususiyatlarini ko'proq aynan otasi o'rgatishiga menimcha oilamizda endi bu yog'iga harakat qilamiz. Lekin unaqa erkalab, bolajonim, jonim bolam deydigan narsani bo'lishini xohlamayman, chunki bu ko'proq zararga o'ynab qo'yar ekan bolaning kelajagida. Demak, ikkalovi uchun ham alohida skill setlar ham bor va ikkalovi uchun umumiy bo'lgan skillda o'zi ya'ni qobiliyatlar, ko'nikmalar ham bor. Tushunarli. Xo'p, endi men ko'p o'zi kuzataman, istoriyalaringizda yoki Telegramda ko'pincha qo'yganingizda Umar, ya'ni o'g'liz telefondan foydalanmaydi. Telefon berilmaydi umuman, televizor yo'q. Ekran bilan o'zi umuman tanishtirilmagan. Qanaqa bo'lyapti endi tarbiya? Chunki bilamiz, o'zi men ko'pchilikdan eshitaman o'zi, xohlaydimi yo'qmi baribir shunga borib taqaladi. U shuni o'zi talab qiladi, biza bermagan taqdirimizda ham baribir injiqlik qiladi, baribir o'g'iladi. Qanaqasiga tanimagan bola injiqlik qilishi mumkin? Yig'laydi, faqat o'shani bersak jim bo'ladi yoki ovqatini yemaydi, faqat shu telefonni qo'liga bersak keyin ovqat yeydi. Xo'p, hozir shu yerda mas'uliyatni iltimos qilaman. Shunaqa qilib ikkita barmog'ingizni ko'rsating. Bu ikkitami, uchtami? Siz uchta ko'rsangiz. Mana. O'zi siz o'ta ham mulohazali insonsiz, lekin odatda odam birinchi navbatda adashib siz ham uchta barmog'ingizni ko'rsatingiz, chunki birinchi biz ko'ramiz, keyin eshitamiz. Shuning uchun bizni oilada va farzand tarbiyasida ham qonuniyat shunaqa. Ya'ni haqiqatan uyda umuman televizor ko'rilmaydi va farzandim oldida telefonni minimal darajada foydalanishga harakat qilaman. Chunki tanimagan bola talab qilmaydi. Misol uchun, kichkinaligidan, bundan hozir 2,5 yosh bo'lsa, bir marta ham shakar ham iste'mol qilib ko'rmagan. Va birorta joyda o'tirishga borganimizda aytishadi, kolaga talpinmas ekana, voy shokolad yeyman deb ushqilmas ekana, mazasini tatib ko'rmagan bola qanaqasiga talab qiladi? U nimaligini bilmaydi-ku. Va telefon masalasida ham xuddi shunaqa. Birinchidan har bitta ota-ona telefonning xavfini o'rganib chiqishini juda ham xohlardim. Chunki bu biz o'ylagandan ko'ra ancha kattaroq global muammo. Agar siz ertaga umuman fikrlamaydigan, faqat har xil narsalarga qaram bo'lib qoladigan farzand tarbiya qilishni xohlasangiz, bemalol qo'yib bering. Lekin mulohaza qila olishi, mulohaza qiladigan, fikrlash darajasi yaxshi bo'ladigan farzand katta qilmoqchi bo'lsangiz, unda birinchi navbatda telefon va televizorni o'chirish kerak. Nima uchun? Bizada hozir yosh onalar bolam zerikib qoladi deb qo'rqishadi. Lekin bola zerikishi kerak. Chunki iste'dod, qanaqadir kreativ g'oyalar faqat zerikishdan kelib chiqadi. Misol uchun hozir biz o'ynaydigan yoshligimizda o'ynagan o'yinlarimizlar hozir o'ynaladigan o'yinlarga e'tibor bering. Misol uchun biz vaqtda barglarni yig'ib, loy bilan aralashtirib ko'chada ovqat pishirardik. To'g'rimi? Yoki bir bilmadim, rezinkalar olib har xil sakrash o'yinlarini qilardik, yerga narsa chizardik. Chunki majbur bo'lganmiz. Hozir 24 soat bundoq qarab turgan bolani ertaga fikrlash darajasi qanaqa bo'lib qoladi?
bu shunchaki narsa emas, bu bolangizni boshqarish uchun o'ylab topilgan qirol. Misol uchun Cocomelonni tadqiqot qilishgan va shu aniqlanganki, ular multfilm chiqarishdan oldin ikkita ekranda video qo'yib qo'yadi. Yangi tayyorlanayotgan multfilm va ikkinchisida bu qanaqadir tabiatdan video va bolani o'tkazishadi. Har safar multfilmda bola chalg'igan vaqtda boshqa joyga qaragan o'sha multfilmning qismi yanada yaxshilanadi. Bola umuman ko'zini uzolmaydigan darajaga keltirmaguncha multfilm yaxshilanib boradi. Va bu yoqda nimaga zararli desangiz, umuman tabiatga xos bo'lmagan ranglar va umuman gapirmaydigan, real hayotda suhbat qurmaydigan qahramonlarni gapirishi, undan tashqari LGBTni propagandasini ko'rishingiz mumkin. Aynan shunaqa rangli bayroqlar yoki shu narsalarni yaxshilab tarbiya sifatida o'rgatilayotganini yoki undan ham qo'rqinchlisi, bu bola faqat tinimsiz suhbat qurilayotganini ko'rganda gapirmasa ham bo'ladi deb jim bo'lib qoladi. Shuning uchun ham asosiy xavfi shunda. Va nafaqat multfilm, balki bola oldida serial ham, kino ham, fon sifatida ham qo'yib qo'yish mumkin emas. Chunki bola endi muloqotga kirishayotgan vaqtda siz unga aytasiz, bolajonim, qorning ochdimi? Pauza qilib undan javob kutasiz. Televizorda to'xtovsiz davom etayotgan harakatlarni ko'rgan bolada javob qaytarish kerak emas ekan degan fikr uyg'onib qoladi. Faqat eshitib turish kerak. Shuning uchun ham bolalarni hozir nutqi juda ham kech chiqyapti va oxirgi mana tadqiqotda kecha yaqinda o'qidik, kuniga bor yo'g'i yarim soat bolaga yoqib berish emas, fonda musiqa yoki serial qo'yib qo'yish bolaning nutqini 49% ga sekinlashtirar ekan. Bu degani aslida 1,5 yoshda misol uchun gapirish kerak bo'lgan bola 2,5 yoshda gapiradi. Bu menimcha qo'rqinchli narsalar. Qo'rqinchli. Va nima uchun keyingi sal kattaroq bo'lgan vaqtidagi xavf haqida gapirsak, bu muammo menimcha menda ham, sizda ham hatto uchrashi mumkin. Bu faqat bolaga tegishli emas. Haqiqatdan o'ta ko'p reelslarga yoki ekran vaqtiga qaramlik insonda fikrlash darajasini nolga tushirib ham qo'yishi mumkin. Chunki aslini olganda biz biror ma'lumotni o'qiganimizdan keyin 14 soniya vaqt ketadi miyani o'sha ma'lumotda qayta ishlashi uchun va qanaqadir xulosa chiqarish uchun. Endi biz hammamiz o'zi 15 soniyalik reelsni bunday o'tib qizib tashlaydigan bo'lsak, qanaqasiga bizning miyamiz u narsani tahlil qilib, qanaqadir xulosa chiqarib bera oladi. Va sekin asta mana shu fikrlash funksiyalari pasayib ketadi. Endi o'shaning uchun men telefonimda hozir limit qo'yilgan. Rahmat Bobrika. Faqat parolni o'zlari biladilar. 2 soatga limit qo'yib qo'yganlar va Instagramni men uchun cheklab berganlar. Chunki o'zimni ham to'g'risi miyam toliqqanini sezaman Instagramda ko'p o'tirsam. Va Instagram algoritmlari ham qarangki, insonni shu aynan jismoniy funksiyalariga qaratilib o'zgartirilyapti-da. Misol uchun hozirgi kunga kelib, endi ko'p tashalgan videolar yakka chiqmaydi, faqat uzoq ko'rilgan videolar yakka chiqadi. O'sha hook qanchalik kuchli bo'lsa, qanchalik uzoq ushlab turadi. Bu nima xavf uyg'otadi? Endi chiqadigan reelslarni davomiyligi yana ham qisqarib ketadi. Chunki odamlarda sabr yetmayapti 1 daqiqalik videoni oxirigacha ko'rishga. Tushunarli. Endi ba'zida shunaqa fikr paydo bo'lishi mumkin. Mana hozir O'zbekistonda o'zi reels tomosha qilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Hamma to'poylashib ketib qolgani yo'q-ku. Mana shuncha odam yaxshi yuribdi. Hamma to'poylashmadi degan joyingiz keladi. Nima deydi? Shubhangiz bormi? bilan xariddim sam. Yo'q, masalan, men ko'p o'quvchilar bilan gaplashganda o'zi shunaqa deydi. Misol uchun men oldin o'zi Instagram, Telegramda ham qo'yganman. 13 soat, 11 soat, 8 soat kamida TikTok, Instagram, YouTube tomosha qilgan bolalar. Men shu ularni tushuntirganda, siz ko'pir turaverasiz. Mana shuncha odam tomosha qilib yuribdi-ku deydi. Birdaniga ko'rinadigan narsa emas, bu vaqt o'tib seziladigan narsa. Misol uchun, sekin asta shu bolalar keyin nima haqida shikoyat qilishadi? Xotiram yaxshi ishlamayapti. Xotira o'zi qanaqa ishlashga qaytargan bo'lsa, yangi ma'lumot olingandan keyin birinchi navbatda eslab qolishi eng katta lifehaki bitta ko'rgan narsangiz, birinchi olgan ma'lumotingiz kichkina bo'lakda bo'lishi kerak. Chunki o'sha lifetime memory deymiz-ku, butun umrga saqlab qoladigan xotirani o'zi pamyati cheksiz. Lekin siz o'ta katta ma'lumotni oladigan bo'lsangiz, uni sintez qila olmay qolishi mumkin va keyingi doimiy qoladigan xotiraga o'tkaza olmay qoladi. Bu degani, kuniga 80 ta reels ko'rgan odam, 80 ta oson ko'rib qo'yasiz, 1 soat ichida ko'rib qo'yasiz. Qanaqasiga uning ichidan birorta narsani olib miya saralab ola oladi. Shuning uchun sekin asta mana shu saralash, uzoq muddatli xotiraga o'tkazish funksiyalari umuman pasayib, yo'q darajasiga ham chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun ular 100% hamma bolalar xotira haqida hozir shikoyat qilishadi. Hattoki
bitta varaqdagi matnni bersangiz o'shani oxirigacha o'qiganda boshida nima yozilganligini unutib qo'yadigan darajada muammolar kelib chiqadi. Bu albatta hamma aqli zaif bo'lib, albatta kimdir aqli zaif bo'lib qolib, nogiron bo'lish darajasiga olib kelish emas. Bu insonni o'ziga seziladigan fikrlashdagi muammolar. Va vaqt o'tishi bilan bu qariyalarda uchraydigan o'sha aql zaiflikka olib keladi. Siz qachondir farzandingizga Instagramdan yoki internetdan foydalanishga berasizmi yo'qmi? Albatta. Faqat vaqt o'tishi bilan. Misol uchun men maktabni bitirmagunimcha umuman telefonim bo'lmagan. Hozir ko'pchilik hayron qoladi. Ota-onangiz qayg'urishmaganmi? Bilmadim, balki Allohga omonat deb topshirib qo'yishgandir, lekin hozir o'zim ham hayron qolaman. Ishga ketishardi, shu kech payt uyga kelganimizni bilishardi. Damashli telefon turardi, uyda bo'ldi. Instagram nima, Telegram nima bilmaganmiz umuman. To'g'ri, shunaqa. Mana men ham maktabdan kelib ishxonalaridagi telefonlarga telefon qilardik, damashli telefondan. Biz qilishimizdan shart. Keldik, biz uyda bo'ldi shu bilan. Agar safety measure deb oladigan bo'lsak ham, unda faqat knopkali telefon olib berish mumkin, lekin o'sha bir maktab bitirguncha bor vaqtini kitob o'qishga sarflashni xohlayman. Lekin bu qanaqadir ma'noda uni o'zini tengdoshlaridan orqada qilib qo'ymaydimi? Balki, lekin agar o'z tengdoshlari bilan o'ta ko'p muloqotda bo'lishiga qo'yib bermasangiz, aytmoqchimanki, bo'ladi bolalar faqat maktabga borib keldi, bo'ldi, u yog'iga bekorchi, o'sha mahallaga chiqib olib planshetda faqat o'yin o'ynashadi. Albatta bu holatda ajralib qoladi, lekin tasavvur qiling, keldi, maktabdan keyin futbolga bordi, futboldan keyin ingliz tilisi bor, yana kelib uyda dars qildi va kechqurun ota-onasi bilan davrada vaqt o'tkazyapti. Ya'ni har bir borgan joyida maqsadli dars o'tiladigan joy bo'lsa, menimcha unaqa ortiqcha ishlagan, unaqa ko'p vaqt qolmasa kerak. Lekin mana futbolga bordi, lekin futbolda ana komandasidagi 10 ta bola o'zini mavzusini gaplashyapti, o'sha internetdagi trendlar yoki Abduqodir Husanovning kirgani nimadir haqida. Vaqt o'tishi bilan balki boshqacha xulosaga kelarman. Ya'ni hozir farzandim endi 2 yosh va o'zimdan kelib chiqib telefonsiz o'lib qolmaganmiz, misol uchun. Aksincha, har doim boshqa tengdoshlarimdan 2, 3, 4 qadam oldinda yurardik-da, chunki ko'p juda kitob o'qiganmiz. Va o'zi aytishadi, yaqinda mana kitob o'qish bo'yicha bir inson trendga chiqib ketdilar, ismlarini eslab qolmadim. Ular ham tirik kitob. Tirik kitob deb nomlashdi. Faqat ertaga kech bolalar yevreylarda kitob o'qisharkan. O'zbeklar уже yoshadi. Yevreylar, ular musulmonlarni o'ldiryaptimi? Shumi kitob o'qishi natijasi deb, lekin hamma dunyodagi katta kompaniyalar o'zi yevreylar tomonidan asos solingan. Albatta ular qilayotgan ish hech kim oqlamaydi, lekin bu islomiy tarbiyaning yo'qligidan. Balki dunyoviy ilm kamligidan emas demoqchiman. Va menimcha shuning uchun hozir uyimizda kutubxona qilish meni eng katta maqsadlarimdan biri. Hozirgi holatida o'g'limning menimcha bir 30 ga yaqin kitobi bor, 2 yoshli farzandim va ishonasizmi yo'qmi, umuman televizor yoqmaymiz, telefon ko'rmaymiz, faqat kechqurun kitob o'qiymiz. Haqiqatan qiziqib, eslab qolib, gapirib berib, o'zi eshitgisi keladi. Uxladamanganimda ham mamu top deydi, u kitob degani o'sha o'qib beraman, o'sha og'zim osilib charchab qolsam ham, lekin aytib berishga harakat qilaman. Chunki ota-ona qiziqtirib olish kerak-da. Biz ham misol uchun maktabga chiqqanimizcha o'sha kitobni o'qishga o'zimiz qiziqib ketganmiz-da. Birinchi esimda oyim o'qitgan badiiy kitoblari anaqa bo'lgan, Mowgli bo'lgan. Endi men qiz bolamanmi, anti daraxtlarda osilib yurgan bola haqida menga nima qiziq o'qish. Yig'lab, oyim keladi, lekin qo'rqaman, o'qishim kerak deb o'qirdim-da, aytib berardim keyin. Keyinchada qarasam, boshqa Alisa stranичный o'qimoqmiz keyin, dashkolniy degan kitoblar bo'lardi. Juda qiziq ketaman. Bo'ldi keyin. Hozir ham mana singlim Zebo bor, shu telefon va mana bunaqa davrda o'zi aytadi. Men hozir Instagram o'chirib tashladim, darsimga vaqtim qolmayapti. Bundoq qarasam, psixologiyaga oid kitob o'qiyotgan bo'ladi, bundoq qarasam meditsinskiy kitob o'qiyotgan bo'ladi. Ya'ni o'sha bir ma'lum bir yoshigacha qiziqtirib olsa, eng zo'ri keyin ota-ona bolaga alohida o'qitish shart emas kitob o'qitib. Chunki qiziqib bo'lgan bo'ladi. Tushunarli. Demak, endi to'liq bu vazifani, bu mas'uliyatni ota-onaga yuklash ham sal xato bo'lib qoladi menimcha. Chunki men o'zim shaxsan taniganlarim bor. Ota-onasi kontrakt qilgan davrda zo'r o'qib, ota-onasi kontraktni ozgina ustlashtirgan davrda chiqib ketganlar ham bor. Albatta, ota-onalik bu butun bir doimiy mas'uliyat menimcha. Ayniqsa bola balog'at yoshiga yetmaguncha oyim aytadilar, farzandingni bir daqiqasi ham qolmasin, band qilgin, foydali ilm o'rgansin, boshini tepasida turib o'zing nazorat qilgin.
Shuning uchun judayam menimcha nazorat kuchli bo'lishi kerak va bu yerda oilaviy muhit ham judayam muhim. Bizda man esimni taniganimda ham adam misol uchun уже 35-40 yoshlarda edilar o'sha paytda. Chingizxon haqida tarixiy kitob olib kelib o'qiydilar. U narsa haqida o'sha aytdim-ku, Sohibqiron Amir Temur siz bilan suhbatimiz boshlashimiz oldin shu kitobni ham oilaviy o'qiganmiz. Va bizada kitob berib turish, kitob qaytarib ola olmaslik muammolari bo'lardi. Bu qarindoshligim haqida gapirib berardi. O'sha kitobni ham berib turinglar. Ya'ni bu juda ham boshqacha vibe, lekin bir ta'limga qaratilgan muhit doim bo'lgan oilamizda. Zo'r. Meni ham havasim kelib ketdi. Kerak, mehmonga keltirsangiz. O'rtiraman, kitob olib kelaman xudo xolasa. Yo, bizda ham o'zi yoshlikdan shunaqa bo'lgan. Bizda misol uchun kanikula davrida maktabda 4 ta adashmasam kanikul bo'ladi. O'sha har bitta kanikulda akam va men o'qishimiz kerak bo'lgan kitoblar ro'yxat doim bo'lardi. Maktabdan berishardi chunki. Yo'q, ota-onam berardilar. Kichikroq agar 7 kunlik, 10 kunlik kanikul bo'lsa, bitta yoki ikkita kitobni tugatish bo'lardi. Har kunlik progress o'lchanardi. Kim ko'proq bet o'qigani va aytib berardik. Kim ko'proq o'qisa yoki har kunlik progressi kimniki tezroq ketayotgan bo'lsa, o'sha priz olar ekan. Har kuni va o'sha kanikulning oxirida. Mana shunaqa qilib rostdan ham ularning kontrollari ostida to'g'ri. Va bilasizmi, men Telegram kanalimga qo'yib borishni boshladim. Farzandimga erta o'qishimni ko'pchilik unaqa aytib berish mumkinligini bilmas ekanman. Ya'ni albatta bolaga o'qib bo'g'irsoq o'rmonga ketibdi desa qiziqmas. Bu yerda o'sha ota-onalar ozgina aksiyonlik qobiliyatlarini ishga tushirishlari kerak. O'shanda bolalar nutqi ham tezroq o'sadi. Va ko'proq qiziqadi o'qib berayotgan narsangizga. Tushunarli. Xo'p, endi siz mana farzandingizni o'zingiz ideal deb hisoblagan yo'lda tarbiyalasangiz, uni deylik mana o'smirlik paytida yoki young adult deydi, o'sha yoshlik davrida yoki kelajakda o'zi middle age, o'rta yoshlik davrida uni qanaqa tasavvur qilasiz? Endi bilmadim, shu o'zimni o'smirlik vaqtimdagi kabi tasavvur qilsam kerak. Chunki o'shanaqa muhitni yaratishga harakat qilaman. No, oldindan aytaman, men farzandim uchun o'ta katta qanaqadir kutuvlar qo'yishni xohlamayman. Chunki keyinchalik misol uchun siz xohlaganingizdek bo'lmasa, sizni qalbingizda qanaqadir og'riq paydo bo'ladi-da. Ota-ona vazifasi qo'ldan kelgancha yordam berish, lekin bu degani bolani faqat o'zingizga moslab sindiraverish emas. Men ko'rayotgan farzand bu birinchi navbatda fikrlash qobiliyatiga ega bola. Men o'shaning uchun farzandimga mumkin emas, urishmayman. Har doim uyda salgina isterika qilishni boshlasa, tanlov beraman. Men misol uchun oyoq kiyimini kiygisi kelmayotgan vaqtda ikkita oyoq kiyimini qo'yib, "Umar, qaysisini kiyasan?" va tanlagan oyoq kiyimini ushqmasdan kiyadi keyin. Ya'ni o'zini shaxsiy tanlovi bo'lishini xohlayman har doim. Agar siz bolaga faqat baqirib, taqiq qo'yib katta qilsangiz, tayyor turing, ertaga umuman qaror qabul qilishga qo'rqadigan bola katta bo'lishdan. Yoki agar siz farzandingizga o'ta ko'p mehr berib, ustiga tushgan har bitta bir changi uflab, chiroyli qilib, faqat hamma narsasini tayyor qilib qo'ying, bu holatda tayyor turing, ertaga etingizni ushlab, hamma ishida o'zini ishini umuman eplolmasdan yuradigan farzand katta qilishga. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda nazorat bilan bo'sh qoldirishi, ozgina o'ziga qo'yib berishi, bir balansni saqlash kerak. Endi men hozir katta gapira olmayman, chunki hali bu tajribadan o'tmadim, lekin o'zim uchun taxminan o'ylayotgan fikrlarim shunaqa. Endi siz o'zingiz misol uchun yoshligingizda, o'smirligingizda yoki abituriyentligingizda boshingizdan kechirgan qiyinchiliklar bo'lgan-ku qanaqadir. Shu qiyinchiliklarni o'zingiz farzandingizda copy paste qilib qayta boshdan o'tkazishiga imkon yaratib bergan bo'larmizmi? Bo'lardim deyman, lekin mana shu masala juda ham qiyin ekan. Ya'ni ota-ona endi tushundim nimaga ko'pchilik o'zi bilmagan holatda farzandiga ziyon yetkazib qo'yishini, chunki ota-ona sifatida siz har doim farzandingiz uchun eng yaxshisini xohlaysiz va qiynashni xohlamaysiz. Lekin qiynagan yaxshi ekan baribir. Bizda endi bu endi vaqt ko'rsatadi, lekin harakat qilaman. Qaysi ma'noda qiynab, uni qanaqadir xohishlarga qarshi chiqish emas. Shunchaki oyim bitta gaplar bor, hech qachon farzanding ko'p puling borligini sezmasin deydi. Ya'ni aytganini o'sha sohadayoq olib berish emas, balki o'ziga pul yig'dirib, o'zi puli yig'ilgach xarid qilish o'sha narsani. Yoki ana men xohlaganimcha ota-onam olib bergan narsalarni qadrsizlasam bo'lar ekan degan bir fikr shakllanib qolmasligi uchun har bitta narsaga bo'lgan munosabatni to'g'ri shakllantirish. Men aytmoqchi bo'lgan, masalan siz ham, men ham qanaqadir pul tanqisligi desangiz misol uchun, to'g'rimi? Ya'ni doim men
eslolmasdim. Boy sinfdoshlarimni ko'rsam hayron bo'ldim. Haligacha ota-onasidan butunlay pul olib yuradigan boy o'rtoqlarim borda. Qanaqa so'raysizlar deymanda, chunki men ota-onamni qiynalib topishayotganini ko'rib, o'qishimizga ko'p sarflashayotganini ko'rib, haqiqatdan shu narsani sezardim. O'shaning uchun o'zimni qiynab ishlaganman, misol uchun, balki o'sha tanqislikni sezmaganda ishlamagan bo'lardim, lekin o'zimga qo'shimcha komfort yaratgim kelardi, ya'ni mashina haydamoqchiman yoki ertaga misol uchun eng kamida o'qishga taksida borib kelay yoki o'rtoqlarim bilan kafega borish uchun bir hafta cho'ntak pulini yig'masdan ozgina erkinroq pul sarflagim kelardi yoki biza o'sgan davrda menimcha hammaga tug'ilgan kuniga o'sha sezon uchun kiyim sovg'a qilingan. Ya'ni ota-onam o'sha kuzgi kiyim olib berishdi, lekin aslida shundoq ham olib berishardi, lekin o'sha tanqislik bo'lgani uchun qaysidir ma'noda shu narsaga minnatdor bo'lib, qadrlab katta bo'lganmiz. Aynan shu tanqislikni men yaratishga harakat qilaman, lekin xo'jayinimga ham aytaman, mashina olib bermaymiz, o'zi ishlab topgan ekan, haydaydigan bo'ladi deb. Endi bilmadim, ekan qo'ylar bo'shliq qolmasa. Ko'ramiz endi buni, vaqt ko'rsatadi. Lekin sizga qo'yilgan qanaqadir stresslar bo'lgan? Misol uchun, siz majburlab ham uy ishini, ham o'qishingni qilasan degan majburlov bo'lgan. Bu qanaqadir stress paydo qilgan. Yoki bundan tashqari mana bu fanni majbur o'qiysan, senga kerak bo'lmasa ham o'qiysan shunda deb sizga qo'yilgan qanaqadir stresslar bo'lgan. Yoki siz o'zingiz xohlamagan bir mashg'ulotingizni boya aytganingizdek, masalan, isterika qilasizmi yo'qmi, baribir qilasan degan stress qo'yilgan. Men ham sizdan xuddi shu harakatda qilganmiz. Qanaqadir pressure, qanaqadir stress ostida o'zimizga kelajakda foyda bergan, mana bizani shaxs sifatida mana shakllantirgan qanaqadir stresslar bo'lgan baribir. Xuddi shunaqa stressni siz farzandingizga bergan bo'larmisiz yoki hozirgi kunda Instagramda psixologlar gapirayotgan hammasi zo'r bo'lishi kerak. Bilasizmi, juda ham ko'p o'zim yaqindan tanigan psixologlarni ham mana ba'zida meni o'rtoqlarim maslahat so'rashadi, o'sha oilaviy masalalar bo'yicha ham chidama deyishyapti, gap qaytar deyishyapti, qaynonamga o'rnimni bildirib qo'yishim kerak. Oddiy shunaqa masalalardan kelib chiqadigan bo'lsa, savol beraman. Sen kuzatadigan psixologing oilalimi? Yo'q. Eri bormi? Yo'q. O'sha hozirda baxtli yashayotgan insonlarning ko'pi hayoti davomida ko'plab kompromislar qilishganda va bola ham menimcha tanqislikni, stressni sezib katta bo'lishi shart va ota-onani to'g'ri qo'llab-quvvatlash ham muhim. Mana siz hozir gapirib berdingiz, lekin matematika bo'ladimi, tarixmi kerak, o'zimga o'zim borib ustoz topib kelardimki, ani ota-onam borib qidirishga vaqti bo'lmasdi. Lekin o'sha xohish qatdan paydo bo'lgan. O'sha bizning miyamizga, bizning qo'limizdan ko'p narsa kelishi singdirilgani uchun. Oddiy narsa, yaqinda o'sha oyimga IELTS shu topshirib ko'rmoqchiman, lekin birinchi martaga 9 chiqman. Nimaga? Sen o'sha til egasisan, sen qo'lingdan keladi. Bu fikrlashni olib tasha, sen eng zo'risan. Shu fikrlashni kichkinalikdan. Mana boramiz trenirovkaga, gimnastikaga qatnashardik. 10 soatlab bizda ba'zida trenirovka bo'lardi. Aynan nimalarga musobaqalarga tayyorlanish vaqtida qo'llarimizni ko'kartirib yuborardik tishlaganimizdan. Og'riq shunchalik kuchli bo'lardiki, misol uchun 10 daqiqaga shpagatga ikkita stol o'rtasiga o'tkazib qo'yishadi. O'ta mushaklar og'riganda miyaga beraveradi og'rig'i. Shu darajada qo'llarimizni tishlab asabiylashardik-da. Lekin qayta-qayta borardik, o'zimiz maza qilardik va shunaqa qiyinchilik bir stressga bo'lgan ta'sirchanlikni kamayishiga olib kelgan. Ya'ni o'sha sabr qila olish, chidamlilik, o'sha shunaqa holatlarda kelib chiqqan. Shuning uchun 100% shu narsani bolamda o'zim qo'llashni xohlayman. Hozir oyimga aytaman, yaxshi ham qattiq qo'lim bilan katta qilgansiz, bo'lmasa bilmadim qilib yurardim deb. Chunki bu balans juda ham bir ushlashga qiyin balans. Hozirdan qiyin. Ba'zida onamga aytaman, ana deyman, Laylo farzandiga chiroyli narsa olib beribman, vaqtim bo'lmayapti borib. Aytadilar, "Barno, hali farzanding shaqqa chiqmasa, nima qilasan? Hamma narsa olib berib, yetarli narsasi bormi, orttirib borma" dedilar-da. Ya'ni ba'zi narsalarga meni bir xil payt vaqtim yetmay qolsa, shunaqa vijdonim qiynaladi, lekin keyinchalik ham shu narsani endi umuman kattaroq bo'lganda qanaqasiga balansni oshirganman deb o'ylab qolaman-ku. Yoki misol uchun mana sharoit yaxshilangani sari siz farzandingizga sharoit yaxshiroq qilib berishga keladi. Lekin bu 100% dangasalikka, shaltoqlikka olib keladi. Siz o'zingiz xohlagandek ideal odam bo'lib borish uchun, lekin bu yo'l aniq ishlamaydi. Chunki siz qanaqadir yomon sharoitda mana shunaqa bo'lyapsiz. Bu birinchidan o'zi hozirgi davrning ta'siri bor. Bu anchagina performans pasaytiradi. Ikkinchi sharoit yana pasaytirib yuboradi va oxiri yomon bo'lib qolishi mumkin. Qarang mana 7-8 yil oldin nima mavzuni gaplashardik, endi qanaqa mavzuni gaplashyapmiz. Bola tarbiyasi. Shu ekan endi hayot. Videoni aynan shu qismigacha ko'rgan bo'lsangiz, ishonchim komilki, siz ham xuddi Lingo Barnoga o'xshab karyerangizni aynan IELTS bilan bog'lagansiz.
balki IELTSni endigina topshirmoqchidirsiz, balki IELTS ballingizni oshirmoqchidirsiz, balki sertifikatingizni allaqachon qo'lga kiritib, o'qishni bitirib, endigina karyera ostonasida turgan bo'lishingiz mumkin. Unday bo'lsa, aynan siz uchun yaqin kunlarda start oladigan Teachers Mentorship Program kursimni taklif qilaman. Bu kursimda ham offline ham onlayn tarzda biz aynan sizga o'xshagan o'quv markazlar yoki IELTS instruktorlik sohasida o'z faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlar bilan tanishamiz va siz bilan 8 yillik IELTS instruktorlik va 4 yillik o'quv markaz rahbari sifatidagi tajribamni, xulosalarimni bo'lishdan xursand bo'laman. Bundan tashqari siz xuddi o'zingizga o'xshagan kompetent yoshlar bilan uchrashib, tanishib, birgalikda o'qib, o'zingizning karyerangizni ular bilan birgalikda qurish imkoniyatiga ega bo'lishingiz ham mumkin. Va unda xudo xohlasa Lingvo Barno, Barno Muqimaga o'xshagan siz bilgan tajribali ustozlar ham o'z modullarini, o'z darslarini o'tib berishadi. Bu mentorship dasturida qatnashish uchun hoziroq video ostida qoldirilgan havola orqali Telegram kanalimga o'ting. Telegram kanalimda barchasi haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Mana ayollarning jamiyatdagi o'rni, oiladagi o'rni, oilaviy munosabatlar haqida gapirdik. Endi keling, juda ham ko'pchilikni qiziqtirgan savollar bor ekan. Bu bo'yicha menga kanalimda ham yozib qoldirishdi. Xo'p, Lingvo Barnoga mashhurlik nima berdi-yu va nimani oldi degan ma'nodagi savol kelibdi. To'g'risini aytsam, men o'zimni bir ham mashhur inson sifatida bilmayman, chunki men uchun mashhurlar endi balki O'zbekistonning 80% aholisi tanigan odamdir. Men o'zimni shunchaki ko'proq odamlarga foydam tegadigan bitta oddiy ustoz sifatida bilaman va to'g'risi shu ozgina o'quv markazlarini rayoniga kelib qolsam, o'shanda bilinadi odamlar meni tanishi. Har safar birinchi martadek uyalib ketaman, kimdir "Lingvo Barno" desa, men uchun bu hali ham noodatiy narsa. Nima bu yerda mashhurlik demaymiz-yu, balki odamlarning mehri deb aytaylik. Birinchi navbatda bu albatta shunaqa ishonib, men dasturlarimda qatnashgan o'quvchilarni natijasi quvontiradi va albatta siz bitta odamga emas, 100 ta, 500 ta, 10 mingta odamga ta'lim berganingizdan keyin daromadingiz o'sadi. Bundan tashqari bu men uchun qulaylik, chunki o'zimni hamma yaxshi ko'rgan ishlarimni bittaga birlashtirganman hozir. Suxandonlik yoqardi, blogda chiqib gapiraman. Kreativlik yoqardi, qiziqarli videolar olaman. Yoki o'sha marketing biznes yo'nalishida o'qiganman, buni onlayn maktabimda targ'ib qilaman. Ya'ni bularning hammasi bitta kasb ichiga ulanib, hozir shunaqa bir chiroyli men uchun sohaga aylangan va eng muhimi erkinlik hissi. Xohlasam farzandim bilan bo'laman, xohlasam ishlayman, ya'ni bu soatlar men uchun rejalashtirilmagan va boshqa insonlar uchun xizmat qilmayman, balki o'zimni yo'nalishimga katta his qo'sha olyapman. Shuning uchun hamma ko'rsatadiganiga rahmat. Juda ham har birligini yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Nima oldi desa, balki qanaqadir tortinchoqroq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin oldingiga qaraganda, chunki har doim kimdir meni ko'rib qolsa qanaqa reaksiya qilaman, ozgina uyalaman. Nima deyishim kerak bo'ladi o'ziga. Mendan ham ko'p shunaqa narsa aytadi, chunki 1-2 marta ko'chada siz Twitter xurjimiz deb tanib qolgan payti nima deyishni bilmay qolganman. Ha, shunday. Ha, deb keyin endi gapni qanaqa davom ettirishim kerak endi deb hayron qolaman ba'zida. Yo'q, va undan tashqari ustoz bo'lganim uchun menimcha xato qilishdan qo'rqish bo'lsa kerak. Chunki endi ko'p odam tanigandan keyin xuddiki o'sha xato qilish menga mumkin emasdek tuyuladi. Shuning uchun juda ham katta mas'uliyatli bilan video tayyorlayman. Birorta ham so'zda xato ketib qolmasin yoki noto'g'ri ma'lumot berib qo'ymay deb va tayyorlatgan dasturlarimda ham bu ancha mas'uliyatni kuchaytiradi. Internetdagi hayotchi, ya'ni virtual hayot. Bu yerdagi auditoriyani ba'zida negativi, ba'zida pozitivi yoki o'zi internetda juda ham ko'p insonlarning orasida bo'lib qolish birdaniga bu sizga qanaqa ta'sir qildi yoki internetdan zerikish o'zi bo'ladimi yo'qmi? Juda ham qiyin bo'lgan. Ham bilmadim, o'rnimdan turmay yig'lagan paytlarim bo'lgan va ba'zida o'ylayman, balki shuning uchun menga u darajada ko'p mashhurlik berilmas, chunki bu narsani ham ko'targanga beradi. Ya'ni o'ta katta odamlarning e'tibori bu har doim yomon fikrlarni ham birga kelishi bilan teng. Qachon men videoim viral, ya'ni ko'p ko'rilayotganini sezaman, qachonki tinimsiz negativ kelishni boshlasa, deyman. Endi bu meni auditoriyamdan tashqariga chiqdi deyman va shu narsaga kutib o'tiraman nima deb yozisharkan. Lekin hozirga kelib ancha ko'nikib qolganman, chunki mana bitta sinf xonasiga kiring, oddiy 30 ta bitta yoshdagi bolalar o'tirsa, hammasi har xil. Kimdir o'yin kulgu uchun bola o'rtoqlar bilan oxirgi partada ovqat yeb o'tirish uchun darsga keladi. Kimdir shu darsdan bir dars o'rganib ketay deb o'tiradi. Kimdir bilmadim,
anu bola nima deyotgan ekan, anu qizga hozir gap otaman deb ketadi. Ya'ni insonlar borki, xarakterlar har xil. Shuning uchun shu narsaga to'g'ri qarashni boshlaganman. Negativ yozishsa mayli deyman. Eng muhimi konstruktiv negativ bo'lsa, ya'ni ha, mabda xato qilibsiz yoki men bu videoda bu fikringizga qo'shilmadim desa, bu narsaga ochiq qarayman. Lekin juda ham bir ichitimni yemirib, bir ko'nglimga yaqin olmay qo'yganman. O'zi nima bo'yicha bo'ladi ko'p negativ kommentariyalar? Endi mavzuga qarab, agar oilaviy munosabatli bo'lsa, darhol yozishadi. Ko'rardim sizni agar bunaqa qayni uchganda qanaqa bijillardingiz. O'qimaganlar unaqa voy, juda ham qiyin bir fikringizni o'sha har xil odamlarga bitta maromda yetkazib berish. Ya'ni ba'zi odamlar borki, yashil olmani ko'rsatsangiz ham qizil deb turib olishadi va fikrni o'zgartirmaydi. Shuning uchun hammaga yoqishga harakat qilmayman. Endi negativ aytganimda shunaqa ko'proq muzokaralarga sabab bo'ladigan mavzularga oid bo'lib keladi. Bu menimcha ko'pincha Barno Daily kanalida bo'lsa kerak, Lingvo Barnoda o'zi kamroq bo'lsa kerak. Chunki ko'rilish soni ham kamroq. O'zi Lingvo Barno uchun ijod qilgim kelmay ketadi bir xil payt. Mehr berib video tayyorlaysiz, baribir oxirigacha ko'rilish soni kamayib ketgan, chunki ingliz tili bo'yicha kontent ham o'ta ko'p va umuman olganda Instagramga kerak bo'lsa o'zimiz ham dam olish uchun kiramiz. Misol uchun Xitoy tili bo'yicha menga dars chiqib ketsa o'tkazib yubora qolaman to'g'risi. Shuning uchun o'ta unaqa negativ ko'p bo'lmaydi. Endi bo'lib turadi. Unaqa boshqa kanalga qaraganda ko'p emas. Endi Barno Dailyni o'zini oladigan bo'lsak, misol uchun siz to'g'ri aytyapsiz, har xil saviyadagi odam bor, har xil dunyoqarashdagi odam bor. Kimlardir uchun sizni aytayotgan gapingiz 100% xato, kimlar uchundir sizni aytayotgan gapingiz 100% to'g'ri, kimlar uchundir siz yomon obrazdagi Barnosiz, kimlar uchundir rol model bo'lishingiz mumkin. O'zi Barno Dailyni maqsadi o'zi qanaqa? Ya'ni birinchi navbatda sizni fikrlaringizni hammaga mana shunaqa o'zi aslida deb ko'ndirib ularga tiqishmi yoki shunchaki mana men bunaqa fikrlayman deb o'zingizni ochib berishmi? Menimcha, bilasizmi, insonlarning har birini hayotiy falsafasi juda ham har xil. Va hozirgi aytgan fikrlarimga qo'shilmaydigan odamlar ham bo'lishadi. Chunki bir marta shunaqa video joylagandimki, mana aslida farzandini enaga bilan birgalikda katta qilsa ham, lekin rivojlanishdan to'xtab qolmasligi mumkin desam, xato qilasiz, siz o'zi bekor farzandli bo'lgansiz, chunki sizdagilar farzandli bo'lish huquqiga ega bo'lish kerak emas. Chunki ona borki, bolaga vaqt ajratish kerak deydi. To'g'ri, qaysidir ma'noda, lekin bu degani umuman bo'ldi, shu bilan hayot to'xtab qoladi degani emas. Unaqada har bitta ayol hozir psixiatr xonasida o'tirgan bo'ladi. Ya'ni umuman olganda meni fikrim to'g'ri 100% hammaga birdek to'g'ri keladi deyish emas. Aytganimdek, shunchaki qanchadir odamga ijobiy hayotdagi o'zgarishlarga ta'sir ko'rsata olish. Misol uchun men video aytganman, yosh qizlarga qanaqa tavsiya berardim? O'qinglar, o'rganinglar. Misol uchun meni hayotimda har doim shunaqa fikr bo'lardiki, mana hozir turmush qurgunimcha qilib olishim kerak bo'lgan ishlar ro'yxati bo'lardi-da. Chunki o'ylardim, baribir turmush qurganimdan keyin bola bo'ladi, baribir kelin bo'laman, baribir turmush o'rtoq bo'laman, o'sha ishim ko'payadi. Haqiqatdan hamma ishlarimni tugatdim va qarasam, men уже 18 yoshimda xalqaro o'qituvchiman. Qarasam, IELTSim yaxshi, qarasam уже blog boshladim, ko'p odam kuzatyapti va men o'zim uchun qanaqadir finansiy podushka qila oldim. Va ayollarga ishlash shart deb o'ylaymanki, eng kamida bitta bo'lsa ham pul topish ko'nikmasi bo'lishi kerak. Chunki oyim shifokor bo'lganlarning kuchiga ko'p mana har xil ayollar kelardi. Bitta ayolni o'z ko'zim bilan ko'rganman, 3 ta farzandi bilan yashayotgan vaqtida turmush o'rtog'ini qamoqqa qamab qo'yishgan qaysidir jinoyat uchun va bo'ldi. Ota-onasi tomonidan pul yo'q, yordam yo'q, chunki qiynalgan oila o'zi. Qiz, ayol kishi pul topishni umuman bilmaydi va bu holatda kim aziyat chekadi? Farzand aziyat chekadi. Shuning uchun men o'ylashimcha, nechta farzandga siz kafolat bera olsangiz, o'shani men agar mabodo nima bo'lsa ham hayotimda, misol uchun odamlar erta o'lib ham qoladi. Bu narsa haqida gapirish, qo'rqish kerak emas. Bu holatda shuni ta'minlab bera oladigan darajada ta'limingiz, qo'lingizda hunaringiz bo'lmasa, bola ko'paytirib tashlamagan ham yaxshi bir tomondan demoqchiman. Ishqilib shotini o'satmadi, yomon negativ ishlatadi. Aynan shu joyni kesib o'zga qo'yib olamiz. Albatta, rizqini Alloh beradi, lekin qaysidir ma'noda siz juda ham farzandingiz kelajagi uchun mas'ulsiz-da. O'zi bola ko'p narsa yemaydi, bir bo'lik non bilan ham katta bo'ladi. Lekin umuman boshqa chiroyli darajada, san'at darajasida katta qilishingiz uchun baribir har qanaqa narsada insonga pul kerak hayot davomida. Va uni katta qilayotganda siz
hattoki uni o'zizdek bo'lishni ham xohlamaysizda. O'zizdan yana bir nechta pog'ona oldinda, To'g'ri. tepada bo'lishni xohlaysiz. Va mana Barnardalining asosiy maqsadi nima? Ayollarga har bir qilgan ishini san'at darajasida qilishga ilhom berish. Turmush o'rtog'imisiz? San'at darajasida turmush o'rtog'i bo'ling. Ya'ni umuman bir boshqa narsa xo'mragan qovoq bilan kutib olish, jahl qilish, urishish, muzokaralardan to'g'ri chiqib ketish, donolik bilan munosabatlarni saqlab qolish, qayerdadir ayyorlik bilan, qayerdadir yumshoqlik bilan, qayerdadir qanaqadir boshqa yo'llarni topib, o'sha lekin ko'p urushmasdan yashash bu bitta san'at. Menda o'sha hayotimda qiziqarli bitta voqea bo'lgan. Aytganidek, oyim hayot maktabini o'rgangin deb 3 oyga umuman notanish insonlarni, men uchun notanish insonlarni uyga yuborganlar meni va o'sha 80 yoshli buvijonim menga hayot darslarini o'qitganlar. Va bitta gapni davom etardilar. Barno, turmush o'rtog'iga shunaqangi maslahat berishing kerakki, o'sha fikrga o'zim yetib keldim deb o'ylab qolish kerak dedilar. Ya'ni o'ylab ko'rmaganmiz siz bunaqa qilishni degan bir tarafda. Ya'ni ko'rganingizdek bu san'at, to'g'rimi? Ya'ni to'g'ri yondashuv turmush o'rtoqqa. Boshqa bir san'at farzandni katta qilish, boshqa bir san'at karyerada o'zingizni topishingiz. Va bu yerda bitta narsa muhim deb o'ylayman. Hammani karyera qilishga umuman chaqirmayman. Men bunga qarshiman, chunki aytganingizdek hamma uchun baxt tushunchasi o'zgacha. Misol uchun, meni oyijonimlar, qaynonamlar aynan uy bekasi sifatida o'shani san'at darajasiga olib chiqadigan ayollar. Ya'ni uylariga borsangiz haqiqatdan bir eng shinam joyga chiqib qolgandek bo'lasiz. Birdaniga ustingizdan mehr yog'ilayotganini sezasiz. Chunki issiqqina ovqat qozonda, o'zlari chiroyli kiyinib, har doim kulib turadilar. Uyda sarishtalik, saranjonlik va o'zlari juda ham xotirjamlikda yashaydilar shu holatlarda-da. Va misol uchun hamma ishlasin desa, o'sha narsada baxt topolmagan ayol uchun bu qiyin bo'ladi. Lekin ishlashda baxt topib, shu narsaga ko'nikkan, o'sha muhitda katta bo'lgan ayol uchun ishlamasa qiynaladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, hamma bir xil bo'lib, meni hayotim bo'lib shunga havas qilish shart emas, chunki uni ham o'z qiyinchiliklari bor. Hamma narsani muvozanatda olib borishga harakat qilishcha. Shuning uchun baxt tushunchasi har xil, hamma o'zidan kelib chiqib hayot yo'lini tanlash kerak. Men faqatgina chiroyli, to'g'ri hayotga ilhomlantirishga harakat qilaman. Xo'p, sizni endi hayot yo'li shunaqa ketadigan bo'lsa, 5-10 yilda yoki 15 yilda yoki 20 yilda deylik, o'zingizni qanaqa pozitsiyada ko'rasiz? Chunki hozir mana 25 yoshingizni o'zida ham ancha-muncha 40 yosh, 50 yoshda erishish kerak bo'lgan narsaga erishib qo'ygansiz. Endi qayoqqa qarab ketyapsiz? Endi o'sha aytganimdek, hozircha juda ham bir global katta maqsad qo'yib yubormaganman o'zim uchun. Shu loyihamni kengaytirish, yana ham ko'proq odamlarga balki turli xil xayriya loyihalarini yaratish va bu loyihani o'z umuman men uchun lifetime valyusi bor. Shunchaki misol uchun hozir 4-5 ta kurs qilib pul yig'ib olish, o'z umuman boshqa sohada ishlayman degan narsa yo'q. Shu ingliz tilini umrim oxirigacha o'qitmoqchiman, xudo xolasa. Yaxshi. O'zimni qayerda ko'raman desangiz, yana ilm olmoqchiman albatta. Afsuski yoshligimda misol uchun diniy ilmni to'liq olishga menda imkoniyat bo'lmagan. U paytda odamlarda umuman qanaqadir qo'rquvli bo'lardi-ku, bunaqa bilim berish bolalariga va uyda ham umuman u haqida gapirish uchun avvalambor farzandimga to'liq diniy ilm berishni xohlayman va o'zim ham shu yo'nalishda chuqurroq bilimga ega bo'lishni xohlayman. Chunki baribir o'sha kelgan joyimizga qaytib ketamiz, bir kunga tayyor bo'lishni xohlayman va prям juda ham duo qilaman o'sha kun kelmaguncha ish qilib Alloh olmasin deb. Chunki juda ham qo'rqaman tayyormas holatda o'sha yaratganning oldiga borishga. Shuning uchun asosiy maqsadim hozircha shular. Karyera jihatdan-chi? Karyera jihatdan aytganimdek, ingliz tilini o'rganishni yana ham osonroq, chiroyliroq bosqichga olib chiqish. Qanaqa katta biznes qilish, biznes lady bo'lib ketish. Yo'q, men aytganimdek, ayol kishini kuchi o'zi noziklikda. O'shaning uchun faqat duo qilaman, bor boylikni, badavlatlikni turmush o'rtog'imga bersin Robbim va men faqat o'zimga nima deydi, xursandchilik olib keladigan darajada ishlayman-da, ortiqchasi menga mol dunyoga pul topish kerak emas. Bo'lmasa men ayollik xususiyatlarimni yo'qotib qo'yaman. O'shaning uchun xo'jayinim ishlasinlar, xo'jayinlar biznes qilsinlar, men yonlarida o'sha soyalari bo'lib, rahmat adasi olib kelgan pullaringiz uchun mazza qilib ishlatib bering. Yana darsi duo qilaveraylik. Shunaqa. Ya'ni menda hammani nima deydi, yengib tashlayman, hammada zo'r bo'laman degan narsa o'sha qanaqadir pastga tushgan. Chunki qizlik vaqtimda balki nima deydi, turmush qurishidan oldin erishib olishim kerak degan drive bor edi ichimda, lekin hozir ko'proq menimcha ayollik kuchimga qarab o'tib ketganman. Blogda shunaqa hislar o'tmadimi? Ya'ni
blogni boshlaganingizda u paytda hali menimcha ingliz tilidan kontent qiladigan birorta bloger yo'q edi. Keyinchalik sekin boshqalar paydo bo'lishdi. Yo'q, men Boshqalar ham konkurensiya katta ish sezmayman, boshladi. to'g'risi. Chunki hammani o'ziga o'xshagan auditoriya kuzatadi. Misol uchun, menda juda ham ko'p aynan o'ziga o'xshatgan insonlar mani yoki mendek bo'lmoqchi bo'lganlar. Va misol uchun, sizni kuzatadiganlar o'rtasida Vingovarnoma deb qaraydiganlar ham bo'lishi mumkin, chunki umuman boshqa, sizni dunyoqarashingizga yaqin bo'lgan insonlar bo'ladi. Shuning uchun men ishonamanki, hammani o'zining auditoriyasi bor, hammani o'zi hurmat qilgan auditoriyasi bor. Shuning uchun aksincha, men misol uchun kelib mendan maslahat so'rashsa, bloger bo'lish bo'yicha jonimni berib tushuntirishga, yordam berishga harakat qilaman. Zori o'sha bilim beradigan odamlar ko'paysa. Rahmat, menga juda katta yordamingizga hozirgacha tegib keladi. Xudo xohlasa aytaman, Sezirbek sizni potensialingiz katta, ishlang deb, chunki baribir o'zim o'qituvchi sifatida ma'lumotni kim qanaqa berayotganini yaxshi kuzataman. Misol uchun bir xil bo'ladi, dars o'qish olgan odamlarni ham darslariga kirib ko'rdim. To'g'risi bir nima deydi, o'quvchiga yetib boradigan qilib yetkazishga harakatim yo'q, faqat men zo'rman, mana ko'ringlar qanaqa insho yozib beraman degan narsa bor. Ya'ni tushuntirish qobiliyati menimcha Alloh tomonidan beriladigan bir ko'nikmalardan bittasi bo'lsa kerak. Xuddiki misol uchun hamma ham doktor bo'la olmaydi-ku, uchun insonni o'sha ozgina sostradaniya, empatiya bo'lishi kerak, his qila olish kerak, boshqa odamning og'rig'ini, anta pul berishga tayyor bo'lmay kelgan bemoringizni o'lib ketishiga qarab turadigan darajada bag'ritosh bo'lishingiz kerak emas. Xuddi shunaqa ustozlar ham menda rostdan ham kuyinaman. Mana shu agar bitta dars yozib, o'sha o'quvchiga juda qattiq turadigan tushunarsiz bo'lib qoldi desa, erinmasdan boshqadan ishlab chiqishga harakat qilaman, chunki kursimni savol qolmasin deyman, qiynalmasin deyman. Bu narsani vijdon darajasida sezaman. Ya'ni bu yerda umuman moliyaviy yoki eng zo'r bo'lib ketay, zo'r bo'lish xohlayman o'zim sohamda. Boshqalardan zo'r bo'ladigan emas. O'zim bitta zo'r gap bor, o'ziga bo'lgan ishonch bu xonaga kirib, men hammadan zo'rman deb aytish emas. Bu xonaga kirganingda hech kimga hech narsa isbotlashing shart emas bo'lganda, o'shanda o'ziga bo'lgan ishonch bo'ladi. Zo'r. Xo'p, bitta masala bor, boyagi hamma gaplaringizdan xulosa qilib o'ylaydigan bo'lsak, va o'zi shunaqa trend kuzatilyapti. Mana siz ham ona sifatida, ham kelin sifatida, ham qiz sifatida, ham deylik mana karyera qilib yurgan ayol sifatida nimaga bizani jamiyatda o'zi ko'pincha qizlarga monetary, financial pul jihatdan gapirmayapman. Shunchaki o'zi karyerada yoki o'zini ustida ishlash borasida nimaga o'zi qarshiligida yoki nimaga shunchaki qarshilik ham emas, u encouragement ham emas, ya'ni qo'llab-quvvatlash yo'q, qarshilik ham yo'q bo'ladi-yu, lekin o'g'il bolada bu narsa yo'q-yo'qli bo'ladi. Yo'q, konkret qarshilik bor, o'qimaysan, hunar o'rganasan, ishlaysan yoki savdoga chiqib ketasan, yoki konkret bir bo'ladi. Sen mana buni o'qishing kerak, o'qishing shart degan narsa, lekin qizlarda bu ko'pincha neytral. Chunki o'qigan qizlarni ko'tara oladigan erkaklar yo'q. Biz ko'p aytamiz qizlarni o'qitaylik deb, lekin o'qigan qizlar bilan yashab keta oladigan erkaklar yo'q. Chunki unday ayol o'ziga nisbatan hurmatsizlikni ko'tarmaydi. O'zini fikrini bildirishga harakat qiladi. Va bizda shunaqa narsa bor, sal bitta unaqa qilsaychi degan gap ham gap qaytarish deb qabul qilinadi. Agar o'qimishli qizlar ko'payib ketsa, juda ko'p oilalar buzilib ketadi. Shuning uchun qo'rquv tufayli menimcha ko'p ota-onalar qizni o'qitishdan qo'rqsa kerak. Chunki hammada ham mahalla nima deydi, ajrashib ketsa, voy, ertaga qaynonasi gapirsa nima qilaman degan bir qo'rquv bor. Lekin men faqat o'qimishli bo'lib, tam kattalarni hurmat qilmaslik tarafdori ham emasman. Albatta, yangi uyga kelin bo'ldingizmi, oyim bir gaplari borki, turmush o'rtog'ingiz shunaqa chiroyli tarbiya qilib qo'ygan inson, sen yaxshi ko'rayotgan odamni tarbiya qilgan odam, demak, butunlay yomon bo'lish mumkin emas deydilar. Ya'ni kelinmisiz, qaysidir minuslarni ko'ryapsizmi oilangizdagi insonlarni, bu degan ular butunlay yomon, siz bo'ldi hamma bilan jangu jadal qilib o'zingiz haq-huquqingizni talab qilib oilangizni barbod qilishingiz kerak degani emas. Bu deganiki, to'g'ri, o'zingizni haq-huquqlaringizni hech kim xafa qilmagan holatda, ko'ngilni og'ritmagan holatda chiroyli yetkazib berish degani menimcha. Shunda endi ba'zi bizdan ko'rayotgan odamlarda ikki xil fikr kontrast qilib ajralib qolishi mumkin. Birinchisi, o'zi ideal qiz, ideal ayol picture qanaqa tuzish kerak? U oilasini, farzand tarbiyasini chiroyli qiladiganmi yoki bularda prioritetni tushirib karyerasi zo'r bo'ladiganmi? Hozir Baron aytayotgan gaplari karyeraga
ko'proq ketib qoldi. ha ko'proq ketib qolgan bo'lishi ham mumkin podkast davomida degan fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Mana sizningcha qaysi picture yaxshiroq, ideal? Menimcha baribir ayol kishini o'rni primary role o'sha oilasida. Chunki hatto gap bor, agar sen erkak kishiga ta'lim bersang, uni kelajagiga hissa qo'shasan. Lekin ayol kishi ta'lim olsa, u butun bir keyingi 7 avlodini ta'lim olishiga hissa qo'shgan bo'ladi. 7 avlodga o'tadi. Bu hatto genetik tomonlama shunaqaki, aql, farosat, idrok aynan onadan o'tadi. Shuning uchun ta'lim olgan qizlar bu faqat karyera haqida emas. Bu hayotda o'zini qarashlariga ega bo'lish va farzandiga yaxshi tarbiya bera olish degani. Shuning uchun istasin karyera qilmasin. Bu hammaga emas, buni og'ir joylari ham ko'p. Bo'ladi shunaqa momentlar, siz tanlashingiz kerak. Yo ishim, yo bolam yoki ishimni hozir tashib keta olmayman, chunki anta 15 ta odam meni kutib o'tiribdi. Va shunaqa paytda vijdoningiz qiynalib, ko'zingizda yoshingiz oqizib ishga ketasiz. Va bu narsani ko'pchilik ko'tara olmaydi, ko'p ayollar ko'tarmasin agar o'sha karyerada o'z oldiga maqsad qo'ymagan bo'lsa. Lekin farzand katta qilishga biz ongli ravishda qarashimiz kerak. Erkak kishi baribir 90% ko'chada bo'ladi va baribir bor vaqtini ayol kishi farzandi bilan o'tkazadi. Xoh ishlasin, xoh ishlamasin. Shuning uchun 100% men uchun yaxshi ona birinchi navbatda bolasiga to'g'ri ta'lim bera olgan, to'g'ri tarbiya o'rgata olgan ona bo'lib qoladi. Ya'ni ko'proq ayol kishining o'rni bu oilasida. Agar prям nuqta qo'yishimiz kerak bo'lsa. Hozir mana shunaqa tushunmovchiliklarni oldini olish ham yaxshi point bo'ldi bu. Aniq konkret ikkiga ajraldi demak. Kontrast qilib ikkiga ajraldi. Agar meni oldimda shunaqa tanlov qo'yilsa, albatta men oilamni tanlardim. Tushunarli. Men uchun ish va oila umuman bir xil darajada emas. Tushunarli. Endi yana bitta fikr paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni ham aniq qilib qo'yishimiz kerak hozir. Barnoni tasvirlash bo'yicha ingliz tilini o'qish ham maza bo'lgan. Uyda kitob o'qigani ham, o'zimizda ishlagani ham maza bo'lgan. Umuman maza bo'lmagan. Ishi ham maza bo'lgan. Bloger o'tish ham maza bo'lgan. Sizlarga haqiqatni aytadigan bo'lsam, do'stlar, aslini olganda yo'q. Aytganimdek, hozir orqaga qarasangiz, maza bo'lgandek tuyuladi. Xuddi shunaqa. Chunki o'sha vaqt men 8 soat dars qotganimda, zreniyam -2 gacha tushib ketgan. Chunki mayda reading yozuvlar bizga o'zi katta varaqqa emasdi, kichkina varaqqa o'zi 3 ta passaj chiqarib berilardi-da va o'tirardik anaqa. Singlim bilan bitta xonada uxlardik. Uyimiz chunki 3 xonalimi, 4 xonali kvartirada turardik va singlim baqirardi. "O'chiring svetni." Majbur anaqamni yoqib, lampamni xonamda dars qilardim, chunki har bitta boshqa xonada o'zi boshqa odam o'tirib ish qilayotgan bo'lardi-da. Hech qanaqa yengillik orqasidan yaxshi muvaffaqiyat kelmaydi. Demak, sizda ham yengilliklar unaqa bo'lmagan. Albatta, yaqinda qizlar bilan gaplashganimizda bitta o'rtog'imiz aytayotdilar. Erim mana aytayotdilar, biznes ochganda, men shunaqa ishlamasamda, yengil pul kelib tursa-da, ishlagan osonda, yo'q, juda ham adashdingiz deyapman. Chunki yengillik bilan keladigan katta natija yo'q. Bilingki, o'sha qiyinchilik keldimi, men har doim aytaman, to'g'ri, men shuni hozir qiynalib qilaman. Balki kutganimdek natija bo'lmas, lekin qanaqa bo'lsa ham natija chiqadi deyman. Undan YouTube'dagi, Instagram'dagi maza qilib inglizni o'rganing, qiziqarli o'rganish usullari degan gapcha. Qiziqarli o'rganish albatta. Chunki misol uchun, men yozib olib dars qilishga chorlamayman. U aynan qiyin, mashaqqatli ishda o'ziga yoqadigan qismini toping deyman. Yaqinda mana eslayotgandek, o'sha men inglizni o'rganayotgan vaqtimda Selena Gomez, Justin Bieber dramalari bo'lardi. And I was so interested in those pop stars. O'sha juda ham qiziqarli kuylardi. Voy, bo'ldi. O'sha g'iybat tushunishim uchun ham inglizni bilishim kerak edi. Ya'ni nima bo'lyapti ular munosabatlar qanaqasiga ular ajralishdi, to'y bo'lib ketyaptim. Ya'ni o'sha kichkinagina bir qiziqishimda pop yulduzlarini yaxshi ko'rganim uchun o'sha vaqtda inglizni o'rganishga majbur bo'lganman. Aytmoqchimanki, har bir qilinayotgan murakkab ishda ham odam o'ziga yoqadigan narsani topish kerak. Mana shu yerda bitta narsa aytaman. Misol uchun, reading olib qaraydigan bo'lsak, agar faqat texnikalarga qaraydigan bo'lsangiz, qanaqa ehtimol to'qqiz olishi? 50 dan past. Chunki mohiyatni tushunamiz matnni. Bor e'tiboringiz keyword topishim kerak. Inglizni o'rganish ham shunaqa. Agar faqat tizim, faqat qattiq qoidalar bo'lsa, natija umuman past bo'ladi. Mana o'zim haqiqatdan natijasini sezganim qachon bo'lgan o'sha reading qiziqib o'qish boshladim. Voy deganman, Yunon mifologiyasida bunaqa narsa bo'lgan ekan dedim. O'zimga rostdan yangi bilim olayotgan his qilib o'qishni boshlaganda savollar o'sha avtomatiklashib juda oson bo'lgan. Hech qanaqa texnika kerak emasdiki,
tasdiqlash uchun mana javoblar. hozir ko'p ingliz tiliga yana ingliz tili mavzusiga qaytib kelamiz. Mayli, qayta Qisqaroq qilamiz. Ingliz tilini o'qiyotgan o'zi kandidatlarni, IELTS tayyorlanayotgan kandidatlarni yoki o'quvchilarni o'zi muammosi material topish, nima to'g'ri, nima xatoligini aniqlash, qaysi sourcedan bajarish yoki bajarmaslik emas. Biz o'qigan paytda shunaqa bo'lardi. Ya'ni biz o'zi bitta material topsak, uni urush janjal qilib, chiqarib flashkada berib tur tashlab oling. Hammaga chiqarib, senga chiqaraylik, yangi material keldi deb shunaqa qilardik. Yoki o'zi masalan 7 olish yoki 8 olishning yo'li qanaqaligini o'zi bilish biz uchun juda katta narsa edi. Lekin hozir zamon o'zgardi. Hozir bunaqa emas. Hozir eng katta muammo motivatsiya topish. Ya'ni men o'rganyapman, lekin qiziqmayapman deb tashlab ketishyapti. Meni qiziqtirolmadi deb markaz almashtiryapti. Yoki meni qiziqtirish yo'lini menga ko'rsating degan talab qo'yapti ustozga. Ustozga menga yaxshi material bering yoki menga mana buni uyga vazifa bering, men ko'proq uyga vazifa qilib kelay emas, meni qiziqtiring degan talab paydo bo'lyapti. Bilasizmi? Menimcha borgan sari yengil tabiat hayot ommalashayotgandan. Ya'ni hozir mana birdaniga blogerlar ko'payib ketgani bizga nima ko'rsatdiki, o'qimasa ham mashina sotib olsa bo'lar ekan, o'qimasa ham sayohat qilsa bo'lar ekan, demak menga o'qish shart emas degan ong osti fikrlash paydo bo'ladi. Odam unaqa emas deb tan olmasligi mumkin. Men unaqa deb o'ylamayman deyish mumkin, lekin unda mana biz qo'rqardik, ertaga o'qimasak nima ish bilan shug'ullanamiz deb. Ya'ni birinchi navbatda muammo shu yerga borib taqaladi. Ikkinchidan, bu o'quvchilarni xuddiki bir IELTS qanaqadir deb qabul qilishlariga bog'liq. Bu faqat IELTSda emas, matematikada ingliz tilida ham, matematikada ham. Chunki misol uchun mana prezidentlar uchrashuvida ko'rgan yoshlarimiz Azizbek inglizni o'rganishimga chipuqa, matematika o'rganish ham chipuqa, SAT ham chipuqa, chunki u bola Garvardga kirishni ko'zlab qo'ygan. Motivatsiya qidirgan o'quvchilarga toping, вообще katta siz uchun hozirgi darajangizga ilojsiz bo'lgan narsa toping. Va qo'lingizdan keladigan katta deb o'ylayotgan, lekin aslida kichkina bo'lgan qadamlarni qilib borishni boshlang. O'sha odam ertaga Garvardga 1,5 yildan keyin o'sha application qilishim kerak, hali mana buncha narsa yig'ishim kerak desangiz, qanaqa yonadi? Ichingizga o't, uyqu kelmaydi, to'ppa-to'g'ri. Demak, birinchi o'rinda o'zi katta maqsad qo'yib, o'shanga qarab harakatlanish kerak va umuman mana bu yengil tabiat hayotdan ozgina yiroqlashishimiz kerak, reallikka qaytish kerak-da. Chunki har zamonda bo'lganki, shunaqa bir nima desak bo'ladi. Aslida ikkinchi tabaqali bo'lgan insonlar, aytmoqchimanki, dunyo qarashi past bo'lgan odamlar va boshqa shu toifa odamlar ko'p pul topib ketganu, lekin bunaqa trendlar aslida juda kam davom etadi. Men boshqa blogerlarni nima deydi, ilmsiz demoqchi emasman. U ham bir qobiliyat. Ular xuddiki hozir aktyorlik vazifasini faqat blog ichida yuritishyapti. Lekin oddiy odam sifatida, misol uchun, u xuddiki misol uchun nechta Rayhon bor, nechta Shahzoda bor, o'zbeklar, nechta Jennifer Lopez bor, misol uchun. U milliondan bitta insonga to'g'ri keladigan shon-sharaf. Ya'ni bo'ldi hozir men oldimda telefonga videoim birdaniga viral bo'lib ketadi, mashhur bo'laman desa, unaqa emas. U sizda qaysidir bir xislatlar Xudo yuqtirgan bo'lishi kerakki bo'ladi. Bo'lmasa qolgan hammani hayot yo'li faqat shu tishi bilan tirnashib, o'rganib, ko'proq narsaga ulgurib, shu yoshlikda o'ziga yaxshi baza qilib olish. Hozir ham sizda shunaqami? Ya'ni blog yurg'izishda, onlayn kurslar qilishda ham shunaqa stress, shunaqa qiyinchiliklar, shunaqa tashlab ketaman degan narsalar hozir ham bo'ladimi yoki bu pog'onadan o'tsa bo'ladimi qachondir? Ya'ni o'tib ketdim o'tsa bo'ladi agar biznesingiz haqiqatdan bir tizimlashsa, ishingiz, ko'p odam o'zini ishini o'zi zo'r bajarsa, lekin umuman olganda baribir har qanaqa odam uchun любой mas'uliyat bu qiyinchilik. Chunki bizning miyamiz faqat qulaylikka o'rgangan. Miya umuman xohlamaydi hech qanaqa stressni. Bu uchun xuddiki borib men oyog'i bilan kurashsam, shunaqa xavf bilan teng. Shuning uchun tabiiyki men o'qiyman desam, miyam Barno, iltimos, serialni ko'ra qolganda nima qilasan hozir vaqting sarflab deydi, lekin odam ichida o'sha nima deydi, qiyinchilikdan o'taman, komfort zonamdan chiqishga tayyorman degan narsa bo'lsa, o'sha u yog'i o'xshab ketadi. Shuning uchun har doim voy qiyin bo'lyapti deb tashlab ketish kerak emas. Men aytaman, odam shunchaki kamiga rozi bo'lish kerak emas. Odamning ichidagi o'ziga nisbatan bahosi juda ham baland bo'lish kerak. Misol uchun men har doim bitta ishimda qiyinchilik ko'rsam, voy mayli qiyin ekan deyishga ruxsat bermayman-da o'zimga.
sen unaqa inson emassan, sen yarim yo'lda tashib ketadigan inson emassan, sen tam uslovni mushug'ini oqizib birpasda ko'zidan yoshni oqizib o'tiradigan, qo'limdan kelmaydi deydigan inson emassan degan bitta ichimda urushib beradigan barmoq bor o'zimga. To'ppa-to'g'ri. Ha, o'shanga aytaman o'quvchilarga, yo'q, ko'nmanglar, nimaga siz bitta bilgan qilib bo'lib charchadim, nimaga shu narsaga ko'nasizlar? Men unaqa odam emasman. Men 8 soat zo'r dars qilishga kuchim yetadigan bir ichingizda odam tarbiyalasanglar, o'sha shaxsiyatinglar shunaqa prinsiplaringlar shakllanadi deb. Chunki hech kim bu dunyoda bir g'ayrioddiy bo'lib tug'ilmaydi. Tug'ilganlar ham intizomsiz butun talantini suvga oqizib yuborgandek yo'qotishadi. Shuning uchun men o'ylayman, har qanaqa intizomli odam sizdan 100 karra ko'proq talantli odamni nima deydi, yutib ketsa bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Endi yana kanaldan kelib tushgan bir ikkita savollar bor ekan. Birida bitta qiz onlayn o'qituvchilik yo'lini boshlaganlar. Ularni qanaqa qiyinchiliklar kutib turgani haqida savol berganlar. Endi qanaqa qiyinchiliklar? Birinchi navbatda inson bilan ishlash dunyodagi eng murakkab ish. Shuning uchun oddiy ertaga misol uchun boshlig'ingiz mana bu narsani tizimlashtirib keling, Excelda yozib keling degani bilan siz har kuni odam bilan muloqot qilishingiz o'rtasida juda ham katta farq bor. Chunki hammani xarakteri har xil. Birinchi navbatda qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Bu o'quvchiga sizni dars o'tish uslubingiz yoqmasligi mumkin. Lekin bu yomon ustoz deganingiz emas. Bu yomon ustoz deganingiz emas. Misol uchun men dars o'tadigan vaqtim 16 yoshda edim, lekin hech kimga bildirmasdik-ku, rizaltda men kichkinaligimda. Katta yoshli xotin kelganlar, darsimni o'tishim hammaga yoqadi. Lekin u ayolga yoqmagan. Chunki odamning ichida baribir shunaqa narsa bo'lishi mumkinki, nimaga o'zimdan kichkina, bu darajada kichkina qiz menga narsa o'qitarkin degan bir hissiyot bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun xafa bo'lmaganman, to'g'ri. Men ham balki hozir 12 yoshli bola dars o'tsa menga ham balki g'alati tuyular, mendan bilma kuchliroq bo'lsa ham-da. O'shanga siz kimgadir yoqmadingiz degani siz yomon ustozsiz degani emas. Ikkinchi muammo qanaqa bo'lishi mumkin? Sizni aldab to'lovlaringizni to'lashmasligi mumkin. Shuning uchun har doim oldindan qilayotgan ishinglar uchun haqqa olishga odatlaninglar yoki 50% olib ishlashga odatlaninglar. Odamlar siz vaqtingizni qadrsizlashi muammosi bo'lishi mumkin. Chunki bilasizmi, mehmon kelib qoldi. O'shaning uchun boshidan qonuniyatlari bilan to'liq yozib qoldiringlar. Sizda o'qish qoidalari qanaqa? Agar siz darsni admin qilsangiz, men qoplab bermayman. Agar men qaysidir holat bo'yicha dars o'tkazib oladigan bo'lsam, unda darsingiz yana qoplab o'tib beriladi. Shu kabi oddiy qoidalar ham ishingizni bir 60-70% ga osonlashtiradi. Chunki odam уже bu yerda demak men xohlagan ishimni qila olmas ekanman degan bir fikr bilan keladi. Tushunarli. Qachondir offlayn ta'lim berish o'zi rejalari bormi degan savol kelibdi. Bilasizmi, bor deb aytadim hozir, chunki juda ham sog'indim haqiqatan jonli dars o'tishni va jonli darslarimni bilmadim endi hozirgi holatimda oilaviy bo'lib qanaqa qilib rejalashtirsam bo'ladi, lekin hech bo'lmaganda offlayn uchrashuvlarni ko'paytirish niyatim bor onlayn darslarni o'qiyotganlar bilan. Demak, eng katta muammo vaqt muammosi, lekin bu reja hali bu xohish sizni tark etmagan. Yaxshi. Mana shu juda ham mazmunli suhbat bo'ldi, barmoq. Ayniqsa bizani tomosha qilib turgan o'smirlar, young adults deymiz, shu yoshlar uchun juda ham bir life changing momentlar bo'ldi. Provokatsion bir ikkita mavzular ham bo'ldi. Kutib qolamiz. Kesishmasa bo'ldi joylarni. Kesmaymiz. Rahmat sizga vaqt ajratib kelganingiz uchun. Rahmat. Hamma oxirgacha shu joyga bo'lganlar uchun ham rahmat. Keyin konkurs qilamiz. Zo'r bo'ladi. Izoh qoldirganlarga men o'zim shaxsan o'shda shaxsiy rivojlanish bo'yicha eng zo'r deb bilgan kitobni sovg'a qilaman. O'shda. Shuning uchun yozinglar, qaysi insightlarni oldinglar va random tarzda tanlamayman. Aynan mazmunli yozilgan izohlar ichida tanlab olamiz. Paxta qo'yib zo'r yoshinglar shart emas. Shunchaki fikringlarni bildiringlar. Qanaqa o'zi, nima siz uchun insight bo'ldi yoki nima narsalarni o'zingizda o'xshash deb topdingiz. Va Titrbehoz kanaliga obuna bo'linglar. Rahmat barmoq kelganingizga. Bye and see you soon. Yana keyingi sonlarda siz kutamiz. Rahmat.